istalgan narsada qachon o'sish bo'ladi, qachon bosim bo'lsa. Hozirgi Humoyun shu holatiga yetib kelish uchun nimalardan voz kechgan? Ko'pchilik aytaman, birinchi ishlayotgan loyiha yoki umuman o'sha boshlang'ich etapda katta portfolio bo'ladigan va katta stressdagi proyektda ishlash kerak edi. Infobiznesdagi eng katta yolg'onlardan bittasini ayting. Hamma sherikchilik tugagan paytda bir-biri bilan dushman bo'lib, urushgan holatga chiqib ketadi. Odamlarning gapi muhim emas, ular faqat tarixigina muhim. Sizga biron bir kurs kerakligini bizni miyangizga oldin singdirishimiz kerak. Sizga kerak shu narsa, shuni olishingiz kerak deb. Xuddi shunaqa bizani eng katta yutug'imiz bu qo'limizdagi bor narsa emas, miyamizdagi bor narsa. Humoyunni pul o'zgartirdimi? Kurs sotishdan pul ishlash bu xuddi havodan otganga o'xshaydi. Ya'ni hamma pul cho'ntagiga tushadigan o'xshaydi. Aslida unaqa emas, aslida Nimaga shaxsiy brendingizni rivojlantirishga qaror qilgansiz? hamma sohada mashinniklar bor, hamma sohada yolg'on gapiradiganlar bor, hamma sohada haqiqiy xiyonat qilmaydiganlar bor. Lider bo'lsangiz, borsiz, bo'ldi o'sha 5 yoshingizga shuni ma'lum. Lekin lider emas. Xarakter shakllantira olsa, ertaga pul ham muammo bo'lmaydi. O'sish ham muammo bo'lmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Risolat Umidovna bilan podkastda mehmon Humoyun Sobirov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Humoyun. Rahmat yordamga kelganingizga, vaqtingizni ajratganingizga. Rahmat chaqirganingiz uchun. Xursand bo'ldik. Rahmat. Xudo xohlasa, bugungi podkastda biz Humoyun bilan juda ko'p mavzularni ochamiz, gaplashamiz. Investitsiya haqida ham, shaxsiyat haqida ham, o'xshamagan loyihalari haqida ham, farzandlarim tarbiyasi haqida ham va o'zini shu hayotdagi prinsiplarini ham aytadilar va juda ham qiziqarli podkast bo'ladi. Oxirigacha ko'rishligini maslahat beraman. Humoyun, mana shu Andijondan kelib 5 yil ichida shuncha natijalarga erishishga asosiy motivatsiya nima bo'ldi? Xo'p, menda birinchi motivatsiya bu yashab qolish bo'lgan. Ya'ni bu yerda uyim bo'lmagan, bu yerda tanishlarim bo'lmagan, lekin o'zim hayotimni, misol uchun, Toshkentda ko'rganman, chunki baribir rivojlangan bo'lgan, aytaylik, yashash uchun sharoitlar zo'r. Shuni hisobiga uy olish, mashina olish, birinchisi shu bo'lgan. Keyin misol uchun qo'shib ba'zi ehtiyojlar yopilgandan keyin endi boshqa jamiyatda o'ylash, yaxshi ko'rgan ish, boshqa o'sha motivatsiyalar paydo bo'lish boshladi. Birinchisi chista o'sha ba'zi ehtiyojlarni yopish bo'lgan. Tushunarli. Xo'p, mana shu davrda eng qiynalgan vaqtingiz qaysi moment bo'lgan? Xo'p, eng qiynalgan vaqtim menda mana kecha bitta o'quvchi bilan ko'rishyapman, aytayotdi, sochim to'kilayotgan ekan, stressdan ekan deyapti. Keyin men aytaman, agar stressdan bo'lganda men kal bo'lishim kerak edi deyapman-da, hazil aytaman. Men har doim misol uchun stress doimiy bo'lgan, ya'ni men buni juda yaxshi qabul qilaman. To'g'ri, ba'zi paytlar sal sog'lig'im uchun ham muammosi bo'lgan bo'lishi mumkin, men buni bilmayman, lekin har doim o'zimni maksimal bosimni ichida bo'lishimni xohlayman, chunki bosimni ichida bo'lsa odam bo'sadi-da. Ya'ni oddiy o'sha sport forma bo'lsa, istalgan narsada qachon o'sish bo'ladi, qachon bosim bo'lsa. Xuddi shunaqa o'zimga ko'proq bosim, ko'proq stress olishni har doim xohlayman va qiyinchiligini men bilmayman. Misol uchun aytaylik, balki boshlang'ich etap bo'lgan bo'lishi mumkin, balki qarz kirib qolgan etaplarida bo'lgan bo'lishi mumkin, balki hozir bo'lishi mumkin. Men uni aniq bilmayman, lekin stress va bu bosim qiyinchilik meni o'stiradi deb qaraganim uchun menga bu qiyinchilik deb biта olmayman, to'g'risi. Hammasi plyusimga ishlaydi deb o'ylayman. Hech shunaqa davr bo'ldimi? Hamma narsani tashlab orqaga qarab ketish. Yo'q. Shunaqa bo'ldi. Yo'q, menda umuman unaqa davr bo'lmagan. Aytgandek, boshdan endi qarorim qat'iy bo'lgan. Men kiryapman, mana shu sohani tanladim, ish o'zimga yoqyapti, qiyinchiliklarga tayyor bo'laman deb kirganman. O'shaning uchun menda unaqa tashakkur etaman degan narsa bo'lmagan. Lekin hech shunaqa vaziyat ham bo'lmagan, что menda o'xshamayapti, qo'limdan kelmayapti degan vaziyatingiz ham bo'lmagan. Bunaqa vaziyat bo'lgan. Qaysi moment bo'lgan? Qanaqa chiqib ketgansiz shundan? Xo'p, bunaqa vaziyat boshida bo'lgan. Misol uchun, menda o'zi mana o'rganish sekin. Juda ham sekin. Men buni ko'p, misol uchun, o'zim yaxshi bilaman. Til o'rganish ham juda ham sekin. Qanaqadir yangi narsani o'rganishda qiynalaman. Qolganlardan ko'ra kerak bo'lsa 2 barobar qiynalishim mumkin. Xuddi shunaqa, misol uchun, universitetga kirgan, Toshkent universitetiga kirgan paytim va o'sha paytda keyin soha tanlayotganim, o'sha SMMdan boshlayotgan paytimda qiyinchilik bo'lgan. Ya'ni bilim yetishmasligi, proyektlarga borish etapida yoki o'sha birinchi Jahongir aka bilan ishlayotgan paytimda self-made'da
qiynalganman, juda ham qiyin bo'lgan. Juda men qiynalyapman, yangi narsa o'rganish qiyin bo'lyapti degan narsa bo'lgan. Уже keyin o'ta tushunib olgandan keyin bitta kirib olsam bo'ldi. Ishga kirib olgandan keyin menda u yog'i juda tezlashib ketadi. Ya'ni qolganlardan ko'ra u yog'ini olib ketish osonroq bo'ladi. Shuning uchun har doim mana ko'p ustozlarim bilan anaqa qilganimda ham, masalan, til o'rganayotganimda ham aytaman, yo menga boshida sal anaqa qilinglar, qiynalasizlar sizlar ham, men ham qiynalaman. Bu keyin oson bo'lib ketadi deyman-da. O'sha keyin oson bo'lib ketishiga nima yordam beradi, tezlashib ketishiga? Bu birinchisi xarakter deb o'ylayman. Ya'ni agar men istalgan narsani chin dildan xohlasam, masalan, men shu ishni qilaman, qaror. Men hozir mana aytaylik, futbol o'ynayapman-da, aytaylik, media komandaga qo'shilganman, menga bu sportivniy interes bo'lganda, ya'ni men futbol o'ynamoqchiman, to'g'ri professional bo'la olmayman, hech qachon bo'la olmayman-da, lekin professionalga yaqin yaxshi futbolist bo'lmoqchiman degan xohish bo'ldi. Men o'zim ustimda ishlash, ovqatlanishimni to'g'rilash, vес tashlash, hammasi bo'yicha o'sha menga katta challenge bo'lyapti-da. Mashina ichiga kirdimmi, men oxirigacha yetkazmasdan qo'ymayman. Demak, sizni intizomingizni eng katta siri o'sha hamma ishni oxirigacha yetkazish degan maqsad. Mohiyatini tushunsam va mohiyati meni ruhlantira olsa bo'ldi. Ya'ni qaysidir paytda qaysidir ishlarni boshlayman, tashlab qo'yaman. Ich-ichidan tushunmayman mohiyatini. Menga kerakmi degan narsaga javob topsam bo'ldi, tashlamayman. Shu narsa eng muhimi. Birda siz bilan ko'rishganimizda menga aytgan edingiz, shu har kun o'zimga beradigan savollar bor. O'sha o'zini qilsam ham juda katta yutuq bo'ladi dedingiz. O'sha narsalarchi ularni tashlab qo'ymaganmisiz? Yo'q, ularni tashlab qo'ymayman. Ular meni o'sha har doim o'sishimga yordam bergan. Mana bunaqa deb soat. Bizning hozirgi qilayotgan ishimiz bu 3 yildan keyin natijasini beradi. Ya'ni masalan, mana biz hozir podkast yozamiz, kontent qilyapmiz, aytaylik, bilim olyapmiz, sun'iy intellekt nimalarni o'rganyapmiz, natijasini ertaga olmaymiz-da. Ya'ni daromadimizda keyingi oyda o'sish bo'lmaydi katta ehtimol bilan. Asosiy o'sish, asosiy natija 3 yildan keyin bilinadi. Xuddi shunaqa hozirgi bizning natijamiz bu 3 yil oldin qilgan ishimiz uchun bo'lganda. Qarorlarni qabul qilganmiz. Xuddi shunaqa. O'shaning uchun men ko'pchilikni atrofimizdagi odamlarni ham ko'radigan bo'lsangiz, o'sish, misol qaysi paytda zo'r o'sish bo'lganda, hozir o'sish to'xtab qolgan. Nimaga desa, sabablarini to'xtatib qo'yganda, oldin o'sha doim o'rgangan, networking qilgan, doim o'zini ustida ishlaganda, keyin yaxshi daromad topgandan keyin bo'ldi, komfort zonaga tushib, faqat nima desa bo'ladi, kunlik hayotini qilgan bo'ldi. Shuning hisobiga hozir o'sha o'sish bo'lmay qolganda. Tushunarli. O'sha savollarni bitta takrorlab olamizmi? Obunachilar uchun qanaqa savollar berasiz o'zingizga har kuni kun oxirida? Menda o'sha rituallar bor. Har kunning oxirida anaqa o'zimga savol beradigan. Misol uchun aytaylik, ikki xil narsani savol beraman. Bugun nima ishlarni qildim, qanaqa foydali ish qildim? Summary bo'ladi. Misol uchun men har kun o'tirib to'liq kunimni yozib chiqmayman. Misol uchun deylik, bugun ertalab sport bo'ldi, sportda qanaqadir insight olgan bo'lishim mumkin. Misol uchun aytishim mumkin, men ertalab kayfiyatsiz uyg'ondim, lekin sportga chiqqandan keyin kayfiyatim zo'r bo'lib ketdi. Shu bilan men ishga bordimda, ishlarimda ham o'sish yaxshi bo'ldi. Demak, sportni nima bo'lgan taqdirda ham tashlamasligim kerak degan insight bo'lishi mumkin-da. Keyin misol uchun qanaqadir uchrashuvga bordim, uchrashuvga kech qolib bordim. Lekin u insonni o'sha vaqtini olib qo'ydim yoki mana bunaqa degan narsa o'tdan men o'zimga xulosa olishim kerak. Yoki qaysi uchrashuvga bordim va u inson tayyorgarlik ko'rib kelmagan misol uchun uchrashuvga, yoki u inson qanaqadir noto'g'ri ishlar qilgan va o'sha narsani men o'zim uchun xulosa qilaman-da, bunaqa insonlar bilan ishlamasligim kerak yoki bunaqa insonlar bilan gaplashayotganda men narsaga e'tibor qaratishim kerak. Qisqacha xulosa. Kuniga bitta-ikkita xulosa bo'ladi va yana bittasi bu bugun kunning oxirida nima xatolarga yo'l qo'ydim. Harakat qilaman o'sha. Endi har kuni qilaman deb aytolmayman, lekin maksimal harakat qilaman. Masalan uchun kimdirga aytaylik gaplashayotgan paytda bo'lishi mumkin, bee'tibor salomlashdi. Masalan uchun kelib assalomu alaykum deb ko'rshatdi, men yuzimga qarab, men qaramasdan o'tib ketgan bo'lishim mumkin. Bu meni xatoyimligini bilaman. Undan tashqari kech qolib borgan bo'lishim mumkin, telefoniga javob bermagan bo'lishim mumkin. Shunga o'xshagan mayda endi bu aytaylik xatolar, gunohlar, bularni anaqa qilib yuraman, analiz qilishga harakat qilaman. Zo'r. Nimaga bizda haliyam prodyuserlik sohasi unaqa rivojlanmagan? Qanaqa ma'noda? Haligacha ko'p insonlar prodyuser desangiz, bu faqat kinodagi prodyuserlarni tushunishadi. Sohadagi mana shu infobiznesda ham prodyuserlik sohasi bor degan tushuncha yo'q. Chunki mutaxassislar juda ham kam
va juda ko'p mutaxassislar bu kasb oqlolmadi desa ham bo'ladi-da. Nimaga aytaman? Aslida qiyin kasb emas. To'g'ri, o'zingiz ham bilasiz, bu yerda qilinadigan ishlar aslida qiyin emas, lekin kirgan insonlar o'sha prodyuser bo'lib ishlayotgan juda ko'p insonlarda eng katta muammo nima bo'lgan? Bu shaxsiyati slabiyroq insonlar ko'rganda, ya'ni mana ish boshlaydi, aytaylik, proyekt boshlaydi, qaysi paytda qiyinchilik keladi proyektda. Aytaylik, xohlagandek trafik kirmay qoladi, xohlagandek vebinarga odam kirmay qoladi, sotuv kamroq bo'lgan paytda stress keladi, stressga chiday olmaydi-da, bo'ldi, ani bo'lma, bu fail bo'ldi zapuskam deydi, bu yoqda ekspert bilan kelishmovchilik bo'ladi, bu yoqda pulni ola olmaydi, shuni hisobiga ani chiqib ketib qoladi proyektdan. Ya'ni realiy bitta ishni oxirigacha yetkaza olmaydi. Bunga eng katta sabab bu hard skill yetishmasligi emas, bu shaxsiyatni slabiyligi deb o'ylayman. Aksariyat odamlar shu uchun ham chiqib ketib qolishdi bozordan. Shuni hisobiga bu yerda ani hozir mana ekspertlar ko'p, juda ham ko'p ekspertlar. Konkretni yaxshi ishini qilib beradigan prodyuserlar juda sanoqli qoldi-da. Ya'ni ko'pchilik kirib ko'rdi, shunaqa juda ham kam. Shuni hisobiga men o'ylayman, bu yerda kuchli shaxsiyatli insonlar kiradigan bo'lsa, bu soha juda ham ko'chdi. Lekin mana bozorda o'tirasiz, gaplashasiz har xil insonlar bilan, o'sha infi bozordagi ekspertlar bo'ladimi yoki bo'lmasam prodyuserlar bo'ladimi, hech kim bir-biridan rozi emasda. Oxiri baribir ham bilmayman, yoki pul ishlashmaganidanmi yoki pul ishlashsa ham norozilik ko'pda. O'sha ishni bajarib bermadi, belamizlik qildi, bu deyishadi. Haqiqatdan aytganingizdek, menimcha burg'ib tashlashdi. Bu esa juda o'zi nima desa bo'ladi, obro'li kasb edi. Endi qarang, bu hamma sohada bor. Men misol uchun aytaylik, agar bir tadbirkorlar arendatorlar bilan ishlaydigan bo'lsa, ularni ichiga kirsangiz, ular ham xuddi shunaqa gap gapirishadi. Misol uchun, qanaqadir mebel ishlab chiqaradiganlar bo'lsin yoki o'sha ishlab chiqarish, faqat istalgan sohani ichiga kirsangiz, xuddi shu gap so'zlar bor. Buni nima asosida desa, meni o'ylashim bo'yicha bizda standartlar yo'q. Ya'ni mana biznesga kirish, sherikchilik qanaqa boshlash kerak, sherikchilik qanaqa tugatirish kerak deganda kelishilmagan. Ya'ni hamma sherikchilik tugagan paytda bir-biri bilan dushman bo'lib, urushgan holatda chiqib ketadi-da. Misol uchun mana biz aytaylik, ko'p sheriklar bilan ishlaganmiz. Aytaylik, Barno opa bo'lsin, Akmal aka bo'lsin, ko'p hammasi bilan yaqinmiz-da. Misol uchun haligacha biz Barno opa hozir ham o'qiyaptilar, gaplashamiz, ko'p ko'rishamiz. To'g'ri, ba'zi insonlar bilan oramiz yaxshi bo'lmagan, lekin aksariyati bilan yaxshi. Nimaga? Chunki biz ish ustida bo'lgan, ish tugagandan keyin ham yaxshi kelishamiz. Bo'ldi, mana shunaqa holat bor edi. To'g'ri chiqib ketilganda eng katta muammo kelishmovchilik, dushman bo'lib chiqib ketishadi-da. Shuni hisobiy gap so'zlar ko'p. Aslida o'zi dushmandek kelishib, do'stdek ishlash kerak. Shuning uchun nabiriku hamma narsani obsujit qilish kerak. Menimcha bu har bitta sohada. Hattoki men ham sherikchilik qilganman ko'p marta, lekin mana oxirgi sherikchiligim Nilufar bilan o'z o'qinishingiz bilan bo'ldi. Humo o'zlari maslahat bergan edilar, birga ishlaylik degan edilar. Biz birga ishladik, juda chiroyli, go'zal natijalar qildik. 8 oy bir-birimizdan o'sishimizga, zo'r bo'lishimizga yordam berdik. Bo'ldi, o'sha moment keldi, что biz tarqalganimiz yaxshi deb tushundik. Har qatda biz boshda kelishuvni shunaqa chiroyli qilgan edikki, что hamma narsa yozilgan. Kelishuv tugagandan keyin kim qanaqa chiqib ketadi, nima bo'ladi, hech qanaqa muammo bo'lmadi. Chiroyli xayrlashdik. Biz hozir har seshanba banyaga boramiz. Do'stligimizga umuman u narsa ta'sir qilgani yo'q-da. Juda yaqin bo'lib ketganmiz. Va ishda shunaqa tugatdik. Shuning uchun men o'ylayman, hamma ekspertlar, prodyuserlar boshida dushmandek kelishib olsa, do'stlik ishlash. Shunaqa bo'lish kerak o'zi. Zo'r. Хорошо. Siz uchun qadriyat lavz bilan o'lchanadi, lekin biznesda hamma ham bunga amal qilmaydi. Sizga eng katta moddiy zarar keltirgan, lekin siz lavzingiz uchun voz kechmagan holat bo'lgan. Bo'lgan. Qaysi? Aytolmayman u narsani. 2 marta bo'lgan shunaqa narsa. Biz endi qaysidir soha anaqani ham aytishni xohlamayman. Bo'lgan. Lekin o'sha paytda yaxshi hamki, men qarorimdan, misol uchun, men roziman. O'sha paytda aytaylik, finansiy holatning hammasini pulni tashab, aytaylik, proyektga rasxotimizga ham rozimiz, lekin chiqib ketamiz deb reputatsiyamizni o'ylab chiqib ketganmiz. Shuni hisobiga ham bizda xudoga shukr, to'g'ri qaror deb bilganman ikkita holatda. Agar qarasam hisoblagan taxminan 50-60 ming dollar atrofida bo'lganda va o'sha hisobiga biz qarz kirib qo'yamiz. O'sha paytda qiyin bo'lsa ham, lekin siz shu qarorni to'g'ri tushunmayapsiz. Shunaqa. Qanaqa chiqib ketgansiz holatdan? Men o'ylaganman-da. Misol uchun hozir aytaylik,
pul turibdi o'rtada, lekin reputatsion risk turibdi. Misol uchun u odam ertaga gapirib yurishi, shunga o'xshagan narsalar turibdi-da va men pul ishlab topa olmayman, lekin reputatsiya bu juda anaqa narsa-da, eng katta kapital desa ham bo'ladi. Xuddi bu mana anaqa stakanga o'xshaydi. Buni bitta sindirsangiz, bu uni tiklab bo'lmaydi-da. Shuni hisobiga men mayli pul roziman, chiqib ketaman proyektda, lekin u inson ertaga gapira olmaydi ham, u inson ertaga anaqa qila olmaydi, chunki bizda audio hamma narsasi bor-da. Shuni hisobiga ham qaysidir paytda bilinadi-da, ya'ni rosa gapirgisi keladi, rosa qanaqadir bundoq aniq qilib qo'ygisi keladi-da. Yo'q unaqa narsa, anaqasi. Ключ yo'q. Lekin eng qizig'i baribir Xudoyim hamma narsani to'g'irlab qo'yarkan-da. Ya'ni baribir o'sha insonlar infobiznesda menimcha unaqa qolmadi yoki qolgan bo'lsa ham natijasi unaqa baland bo'lmadi. Baribir mana qanaqadir bir cho'kish deymizmi bo'ldi-da. Ya'ni o'sha mana shunaqa momentdan keyin menimcha o'zi bilinadi. Kimdir o'sib ketadi, kimdir qolib ketadi. O'sha yerda o'zi bilsangiz bo'ladi, kimda nima bo'lganini. To'g'ri. Men 100% ishonchim komil, dunyo adolatli qilingan. Ya'ni misol uchun Alloh taolo adolatli qilib qilingan. Qaysidir paytda siz misol uchun mazlum bo'lasiz, qaysidir paytda sizni haqqingizni yeb ketishi ham mumkin, qaysidir paytda sizga deylik ishingizda minus keltirishi mumkin, lekin o'sha payt o'sha inson ertaga afsuslanadi, o'sha inson o'zi anaqasini ko'radi-da. Mard bo'lgan holatda o'sha etapda mard bo'lib, mazlum bo'lib, bo'ldi, men tashladim, o'zing anaqa to'g'ri yo'lni ko'rsat desangiz, baribir ertaga oxir-oqibat kim qanaqalik ko'rinadi. O'sha paytda misol uchun u inson kimlargadir yomonlab yurgan bo'lishi mumkin, qanaqadir gap so'zlar qilib yurgan bo'lishi mumkin va oxir-oqibat bilinadi kim haq, kim nohaqligi. O'shaning uchun men kim gapiradi, kimdir anaqa bo'ladi, o'sha ahamiyat bermay qo'yganman-da. Oxir-oqibat adolat yuzaga keladi. O'shaning uchun ham men har doim aytaman, zulm ko'rgan emas, zulm ko'rgan bo'lgan yaxshiroq, chem zulm qilib qo'ygandan ko'ra. O'zingiz uchun qanaqa dars olgansiz? Chunki bu holat bir marta emas, 2 marta naqd bo'lgan. O'shandan keyin yana shunaqa holatlar takrorlanmasligi uchun nima dars o'zingizga prям bo'ldi, mana shu deb qaror qabul qilgansiz? Va o'sha paytda bitta prinsipi konkretni ya'ni muhrlangan. Bu qanaqa? Odamlarni tarixi, misol uchun odamlarning gapi muhim emas, ular faqat tarixigina muhim. Ya'ni men undan keyin hech kim qanaqa gap gapiradi, qanaqa og'zidan so'z chiqadi, qanaqa maxtiydi yoki qanaqa o'zini zo'r ko'rsatadi, menga umuman qiziq emas. Umuman qiziq emas. Menga oldin qilgan ishi, oldin ishlagan odamlar bilan qanaqa bo'lgan, tarixi qiziq. Ya'ni odam o'zgarmaydi. 99.9% holatda odam o'zgarmaydi. Oldin qanaqa odam bo'lgan bo'lsa, bundan keyin xuddi shunaqa bo'ladi. Prosta gapirish bu kaloriya sarflamaysiz, gapirganingizni xohlagan narsani gapirib tashlasa bo'ladi-da. Keyin lekin ish qilayotganda bu oson emas. Shuni hisobiga hozir misol uchun kimdirlar keladi, "Men hayotim mana bunaqa bo'ladi, ishga oling, mana bunaqa qiling." Nima qilgansiz oldin deyman. Hech nima qilmagan. Yo'q, olmayman. Chunki hech nima qilmagan odam bu yoqqa ham hech nima qilmay qoldi shunday bilan. O'z HRda ham biz o'qiganimizda shu qonun qoida bor. Ishga olinayotgan xodimni birinchi navbatda undan oldingi ishlagan joylarida nima natijada qilganini qarashimiz kerak. Hattoki xatabi yoshligida qanaqadir sport bilan Shunaqa yutuqlari bo'lib qanaqadir shug'ullangan bo'lsa ham, demak unga intizom bor, bitta narsani oxiriga yetkazish bor, demak stressga chidamliligi bor va o'sha narsani o'ziga qaraysiz. Lekin u sizga kelajakda men sportsmen bo'laman, kelajakda zo'r bo'lib ketaman yoki kelajakda men bunaqa ishlarni qilaman, qotiraman desa, u narsaga ishonish kerak, o'z qarash kerak. Demak, sizda ham shu prinsip qolib ketdi. Juda sovuqqon bo'ldi. Aytolmayman-ku. Menga kimdirlar manipulyatsiya uchun diniy gaplarni gapirishga harakat qiladi. Men qiziqmayman, aytaman, men qiziq emas deyman. Amal qiziq menga. Ya'ni aytgandek, chunki har xil insonlar bilan ishlaganman, o'shani hisobiga juda bu holatda sovuqqon bo'lib qolganman deb o'ylayman. Demak, shu darslar kerak bo'lgan hozirgi Humoyun shunaqa shakllanishiga. 100%. Hozirgi Humoyun shu holatiga yetib kelish uchun nimalardan voz kechgan? Men o'ylayman, bilmayman, menda endi shunaqa prinsip bor. Nimadirga erishish uchun nimadirdan voz kechish kerak. Uyqudan, oilaga kamroq vaqt ajratishdan yoki bo'lmasam sog'lig'ingizdan nimadirga erishish uchun men bundan voz kechish kerak. Humoyunda shunaqa bo'lganmi? Men misol uchun 5-sinfdan boshlab ota-onam bilan meni haftasiga faqat bir marta ko'rishganman. Ya'ni yaqinlargacha, ya'ni 1 yilgacha. Shu 5-sinfda litseyda o'qigan bo'lsam, shu bo'yi faqat eng ya'ni ko'pida haftasiga bir marta ko'rishganman. Nimaga u 5-sinfdan keyin boshqa joyda ishlagansiz? Uy o'qishga borganman, ana yotoqxonada turganman, keyin repetitorga borganman. U yerda ham haftasiga bir marta uyga kelib ketganman. Ya'ni uyimizdan uzoqda bo'lganda, aytib biz o'sha Andijonda qishlog'ida
turganmiz uyimiz. Shaharda anaqada bo'lgan. Repetitorlari markazda bo'lganda, haftasiga bir marta kelib ketganman. Ya'ni bu kam bo'lgan. Man hozir xudoga shukr uydagilar olib kelganman. Biz birga turamiz. Aytaylik o'sha tepamizda ikkita etash tepada ular turadi, biz pastda turamiz. Bundan voz kechgan. O'rtoqlarim bilan, misol uchun, juda ham kam ko'rishganman, juda ham kam vaqt ajratganman va qanaqadir davrlar bo'ladi-ku, misol studentlik davri, bolalar bilan qat'iy bor, o'yin, kulgi. Menda bo'lmagan unaqa narsa. Ya'ni menda bor, misol krugim har doim bo'lganmi, har doim entertainment bor, misol uchun sport safarlarga chiqish, lekin ular o'sha qanaqa desa bo'ladi? Prosta shunchaki emas, maqsadli bo'ladi. Misol sport ham maqsadli. Ya'ni o'sha hafta davomida miyadagi stressni ketkazish uchun sport, safar ham foydali safarlar. Chiqib olib kola ichib, tam PlayStation o'ynab, unaqa narsa umuman va bo'lmaganda bo'layman. Yana qaysi narsa bor? Bu bitta o'zim turganman. Taxminan 2 yilga yaqin muddat ichida bitta o'zim ertalab uyg'onardim. Faqat ish boshlanardi, kech payt uyga borardim, o'qirdim. Ya'ni juda izolyatsiya bo'lganman atrofdan. Faqat hayotim ishdan iborat bo'lgan. Hozir afsonasizmi shu kunlik? Yo'q, afson. Va men buni ko'pchilikka mana shuni tavsiya qilaman. Ya'ni agar rostdan nimadir bitta natijaga erishmoqchi, men o'zimni qanaqadir natijaga erishgan inson sifatida bilmayman, lekin qanaqadir kasb o'rganmoqchimisa, qaysidir sohada mutaxassis bo'lmoqchimisa, iloji yo'q busiz. Ya'ni mehnat qilishing kerak, harakat qilishing kerak, shu nimadandir voz kechishing kerak. Shundagina nimadir o'sha natija ola olasan degan qarash bor. Zo'r. Ertaga hamma narsangiz olib qo'yishsa, tanish bilishlaringizni, blogingizni, pulingizni nimadan birinchi boshlagan bo'lasiz? Fikrlashim qolsa, misol uchun men blogimni har doim tayyorman. Menda o'sha har doim yomon ssenariyga doim tayyor bo'lib kelganman. Bugun ham hozir blog, Instagram o'zi katta emas, olib qo'yish mumkin, tanishlarim olib qo'yish mumkin, pulim hammasini olib qo'yilishi mumkin va nima olib keldi mana shu, misol pul topishimga nima yordam berdi? Networking yo'q, blogim emas. Ya'ni blogim bu instrument. Misol uchun pul topishimga, blog qilishimga, networking qilishimga hammasiga bu aql yordam berdi. Ya'ni men qaysidir muammolarni hal qila olganim, qaysidir o'sha fikrlashim yordam berdi-da. Fikrlashim qoladigan bo'lsa, men umuman qo'rqmayman. Xuddi mana buni misolni kim desa bo'ladi? Tinkoff desa bo'ladi-da. Tinkoff Rossiyada milliardiy kompaniya bankini shunday olib qo'yishdi. U bordi, adashmasam Ispaniyada yoki Barselonada. Barselonada ochdi. 1-2 yil ichida yana milliardiy kompaniya qurdi-da. Ya'ni unda tajribani olib qo'yish olmagan. Xuddi shunaqa bizani eng katta yutug'imiz bu qo'limizdagi bor narsa emas, miyamizdagi bor narsa. O'shani endi aslida miyamiz ham bu bizaniki emas. Bu ham Allohga, ya'ni istalgan paytda jinni qilib qo'yishi ham mumkin-da. Ya'ni bu ham aslida bizning qo'limizda emas. O'shaning uchun men bu narsadan qo'rqmayman, bu narsaga suyanmayman. Yo'q, zo'r, lekin nimadan boshlaysiz? Xo'p, nimadan boshlayman? Kasb oladigan bo'lsak, men birinchi sun'iy intellektdan boshlayman. Hozirgi kunda aytaylik, sun'iy intellekt eng zo'r bozorga katta anaqa kerak bo'ladigan sohalardan bittasi va men shuni o'rgangan bo'lardim. Qanaqadir o'sha kurslarga borib, anaqa sohalarga kirib, keyin shu orqali birinchi daromadimni topgan bo'lardim. Keyin Instagram, tabiiy blogim yuritgan bo'lardim, chunki blog juda zo'r instrument, juda zo'r instrument. Shu orqali yana mutaxassisligimni oshirib, keyin aytaylik o'sha boshqa instrumentlarni qo'llagan bo'lardim. Mana shu digital kasbga kirishdan oldin nima ish bilan shug'ullangansiz? O'quv markazida dedingiz-a, adashmasam. O'quv markazida ham o'sha SMMdan boshlaganman. Menda 20 yoshgacha men daromad topmaganman. Faqat o'qiganman desam, uni qotirib o'qimaganman. O'sha 20 yoshgacha faqat IELTS'im bo'lgan, 5.5 IELTS bo'lgan. Boshqa hech qanaqa til o'rganganman, qanaqadir ko'nikma o'rganganman. Keyin o'sha 20 yoshdan keyin men SMM o'rganib, Cambridge'da boshlaganman o'quv markazidan. Keyin o'sha SMM, marketing, zapusк, etap bo'lish boshladi. Ungacha pul topmaganman, umuman pul topmaganman. Birinchi oyligingiz siz? Ha, birinchi oyligim eslayman. Birinchi oyligim bu 4 million bo'lgan, Cambridge'dan olganman. Birinchi daromadingizchi? Birinchi daromadim kiyim sotganman, onlayn kiyim magazin qilganman. O'sha yerdan topganman, 2-3 million atrofida topganman birinchi. Tushunarli. Qaysi birini mazasi yaxshiroq bo'lgan? Endi birinchi daromad, конечно, birinchi daromadim boshqacha harakat bo'lgan.
no uni ham puliga misol uchun o'zimga kiyim olib uni ham ishlatmaganman shunaqa bo'lgan. Tushunarli. Humoyun, o'sha birinchi daromadingiz, birinchi oyligingiz paytida nima sizni qoniqtirmaganki, o'sha o'sishga sabab bo'lgan? Nima yoqmasdi o'sha momentda? Manda yoqqan. Misol uchun manda oylik daromadim kamligi uchun men o'smaganman. O'sishga menga bu o'sha nima sabab bo'lgan? Sizga nima ustuvor chiqmagan o'sha paytda hayotingizda? Xo'p, birinchisi bu muhit zo'r bo'lgan. Ya'ni misol uchun men ishlagan kompaniya, o'sha men Cambridge o'quv markazi, Jahongir aka bilan ishlaganman va bulardan misol uchun mingdan juda roziman va katta hayotimga minnatdorman. Katta hayotimga ta'sir o'tkazganlar-da. Ya'ni muhit shunaqa zo'r bo'lgan, u yerda o'smaslikning iloji yo'q. Ya'ni juda katta stress, ular o'zlari ko'p narsa o'rgatganlar, raqobat juda ham katta bo'lgan, ya'ni o'quv markazlari orasida va har safar misol uchun men qilayotgan ishim o'zim ko'nglim to'lmas edi-da, yana yaxshilashim kerak degan narsa bo'lardi. Va hayratlantirish juda qiyin bo'lgan. Jahongir akani hayratlantirish marketing tarafdan juda ham qiyin bo'lgan, chunki ularning bilimlari zo'r bo'lgan-da. Shuni hisobiga men har safar yangi narsa o'rganishim kerak, yangi instrument qilishim kerak, komanda bilan kechasi yotib qolib bo'lsa ham men ishlaydi-da. Mana shu narsa meni juda ham katta o'stirib yuborgan. Hozir mana ko'p mutaxassislarda mana shu narsa yo'q, ya'ni qanaqadir sohani o'rganadi, sotishni o'rganadi-da, borib qanaqadir soddaroq bo'lgan birorta biznesni oladi. Borib qo'lga 300 ish qilib yuradi. Pulni oladi, $1000, $2000 qanchadir summa oladi-da, o'sish bo'lmaydi o'zida. Bu sodda tadbirkor ham endi aldamayapti, foydalanyapti. O'zini ham o'stirmayapti-da. O'shaning uchun men ko'pchilik aytaman, birinchi ishlayotgan loyiha yoki umuman o'sha boshlang'ich etapda katta portfolio bo'ladigan va katta stressdagi proyektda ishlash kerak edi. Men atrofimdagi juda ko'p mutaxassislar, kuchli mutaxassislar katta shkola ko'rganda, ya'ni o'sha raqobat kuchli, anaqa intizom bor, o'stiradigan kompaniyada ishlashgan. O'sha Cambridge'ga ketishingizga sabab nima bo'lgan? Cambridge'dan ketishimga sabab bu qotib qolish bo'lgan, bu o'sish ko'rolmagan. Xato ketib deganman, u yoq o'sish ko'rolmaganman. O'shaning uchun men sohani almashtirishim kerak degan, soha emas, o'sha aytaylik yoki men o'zim bo'lishim kerak degan etapga o'tganman, freelancer bo'lishim kerak degan bosqichga o'tganman. Shuni hisobiga ketganman. Keyin rost ekanligi shunaqa bo'lgan, ya'ni keyingi etapga o'tganman. Keyin komanda qurganman, 2-3 ta loyihalar bilan ishlaganman, daromadim o'sgan, o'zimda ham o'sish bo'lgan. Humoyun Sobirov hozir hammaga zapus qilishni o'rgatadi va o'zi kuchli prodyuser hisoblanadi bozordagi. O'zi kimda o'qigan? Birinchi o'sha zapuska kirib kelish uchun. Xo'p, men zapuska kirib kelish uchun Xurambey degan o'qiganman. Do'stimiz bor, yaqin do'stimiz, zo'r inson. Ulardan o'rganganman. 2022-yil o'qiganman, lekin 6 oy zapus qilmaganman. Ya'ni bilimlar olganman, zo'r bilimlar olganman, 6 oy zapus qilmaganman. Marketing ichida bo'lganman-da. Ya'ni qiziq bo'lgani uchun o'rganib qo'yganman. Keyin 6 oydan keyin men chuqur o'ylab, o'zim zapuska o'tishga qaror qabul qilib keyin o'tganman. Birinchi zapuskingiz qanaqa bo'lgan? Birinchi zapuskim bu Barnopa bilan bo'lgan, Barnop Muqimov bilan birinchi ekspertimiz. Ingliz tili IELTS bo'yicha 50 minglik zapusk bo'lgan. Taxminan $900 rasxod qilganmiz. Sotuv o'sha vebinargacha $900 rasxod qilganmiz va juda muvaffaqiyatli zapusk bo'lgan. Shundan keyin boshlanib ketgan. Katta bir-birimizga yordam berganmiz. Misol uchun Barnopa ham bizga katta sabab bo'lganlar, biz ham misol uchun Barnopaning yaxshi o'sishga yordam bergan. Necha marta ular bilan yana zapusk qildingiz? Общий adashmasam 4 marta bo'ldi deb kiryapman. Humoyun, hozirgi zapusklarni marjasi bunaqa keskin tushib ketishiga nima sabab bo'lyapti? Men ham oldin shu aytganingizda 2019 men birinchi zapuska yetganman-da. Men 2022 siz bo'lsangiz, men 2019 birinchi marta kurs sotganman-da. $1300 ga kurs sotuv bo'lganda, adashmasam o'sha paytda rasxod umuman bo'lmagan. Просто prodyuser bilan bo'lishganmiz. Tam $300-400 prodyuser olgan, men olganman $900 adashmasam qo'limga tushgan edi o'sha payt. Lekin o'sha vaqtlarda marja juda boshqacha bo'ldi. Ya'ni deyarli rasxod bo'lmas. Hozir nimaga infobiznesda unaqa rasxodlar ko'payib ketdi? Ya'ni 60% qo'lingga pul tushsa, zapuskdan sen xursandsan, juda ham baxtlisan. To'ppa-to'g'ri. Chunki haqiqiy bozorga endi kiryapmiz-da. Ya'ni bizda bu paytgacha haqiqiy bozor bo'lmagan. Ya'ni bozor juda ham bo'shligini hisobiga, raqobat yo'qligini hisobiga
shuni hisobiga aytaylik marja juda katta bo'lgan, lekin aslida butun dunyoda bu juda normal holat va 60% ham qolmaydi. Masalan, infobiznesda aytaylik Amerikani oladigan bo'lsangiz 30-40% qolishi mumkin. Yoki Rossiyada ham 50% bo'lsa ham ular vaqt qursa ham bo'ladi. Chunki tabiiy komanda bor, trafik rasxod bor, nalog bor, hamma rasxodlarni hisoblasangiz, tabiiy boshqa biznesga o'xshagan bu yerda ham rasxodlar katta. Ya'ni masalan, mana biz oxirgi zapuskimizda 100 mingga yaqin o'zim mentorsan 100 mingga yaqin rasxod qildik. U ko'p odamlarga kurs sotishdan pul ishlash bu xuddi havodan otganga o'xshaydi. Ya'ni hamma pul cho'ntagiga tushadigan o'xshaydi. Yo aslida unaqa emas. Aslida hamma biznesga o'xshab biz misol uchun rasxodlarimiz juda ham katta. Katta aslida. Bizda bitta odamlar nima uchun infobiznes kurslarda shubhali qarashadi, chunki produkt ko'rinmaydi-da. Shunaqa. Mana boshqa biznesda pul olib evaziga mana shu stakanni bersangiz, uni qaytib sotib yubora oladi, ichib yubora oladi yoki sizga qaytarib bera oladi, ushlab ko'ra oladi. Bizda hech qanaqasiga o'lcholmaydi u narsani. To'g'ri. Misol uchun menda yana bitta biznes bor va misol uchun bu men investor bo'lib qo'shilganman. Bu yerda qaraydigan odamlar bor. Misol uchun ferma biznesi bor. Ferma biznesi barakali biznes. Juda oson, barakali. Misol uchun men deylik, qarang. Aytaylik $50 ming bilan 1 yilda $50 ming boshlanadigan bo'lsa, taxminan 1 yildan keyin sof foyda, sof hamma narsa chiqazganda $100 ming, $120 ming atrofida bo'ladi. Ya'ni 2 barobardan katta bo'ladi. Bu men 3 yildan beri shu sohada ishlaman. Ya'ni bu real biz o'zim ishlayotgan summa-da va bu ancha oson infobiznesga nisbatan. Bu aslida qaraganda misol rasxodi ham kamroq, riski ham kamroq-da, lekin bizda riski ham katta, anaqa ham katta, yangi narsani doimiy test qilish kerak-da. Просто nima uchun bu narsani shug'ullanamiz? Qiziq, o'zimizga yoqadi, maza qilganimiz uchun-da. Men ustoz nokta gap aytadilar, bilasizmi? Infobiznesda ishlab pul topib, o'sha yerda tirik qolgan odam любой biznes qila oladi. Chunki o'tdagi stressga, o'tdagi deadlinelarga tushish hammaga emas. Chunki любой biznesda sekin ishlasangiz ham bo'ladi-da, yetib olasiz-da. Infobiznesda o'sha webinargacha bo'lgan davringiz bor, sotuvingiz bor, o'sha mahalda ulgurib olishingiz kerak, deadline'ga juda qattiq qarash kerak bo'ladi. Shuning uchun men ham o'ylayman, infobiznesdan ko'ra ko'p biznes ancha osonroq. Bizdek mana hozir ishlatayotgan instrumentlarimiz bor-ku, klassik bizneslarga qo'llaydigan bo'lsa, sotuv nereal o'sib ketadi-da. Biz hali 1 yil oldin ishlatilgan instrumentlar ham hali klassik marketing bizneslarda ishlatilgani yo'q. Nima hisobga? Chunki media va internetga bog'liq bo'lgani uchun raqobat tez ko'chirish oson bo'ladi. Masalan, qaysi instrument ko'radi, sirazi ko'chiriladi va yangi instrument yana ishlab chiqish kerak bo'ladi. Klassik bizneslar hali ham Excelda o'tirishdi. Endi ko'p bizneslarda va hali ham Excelda o'tirsa ham pul topishadi va bu zo'r. Chunki o'ta talab bor-da, talab bor joyda taklif bo'ladi. Bu yerda ham sizda talab bor, bu yerda raqobat kuchliroq. Yo'q, endi men bu yerda o'ylaymanki, talabni biz o'z iskustvini yaratamiz endi. Shunaqa. Suni yaratishimiz kerak. Chunki sizga biron bir kurs kerakligini biz miyangizga oldin singdirishimiz kerak. Sizga kerak shu narsa, shuni olishingiz kerak deb. Qolgan joylarda, misol uchun kiyim har doim kerak, yeb ichish har doim kerak, sog'liq har doim kerak. O'sha uchun bizda sal biznes model boshqacharoq. Shubali. Da. Zo'r. Hammadan ko'ra yaxshiroq qilgan bitta ishingiz o'sha o'sishga sababchi bo'lgan. Fokusingiz. Ya'ni misol uchun men bitta ish qilyapman va unga fokus qaratganman. Men misol uchun aytaylik 3,5 yil bo'ldi-da. Mendan 3-4 yil oldin kirganlar bor edi sohada. Bozorda qolishmadingmi? Ha, bozorda o'sha misol uchun yo'q, boshqa sohaga o'tib ketganlar bor. Misol uchun ozgina qiyinchilikda chiqib ketganlar bor, kimdir kirib chiqib ketganlar bor. Men fokus qildim va misol uchun qaysi redaktorda biz qolganlarni yaxshiroq qildik, qaysi redaktorda qolganlar bizdan yaxshiroq qilgan edi bo'ldi, lekin oxir oqibat bitta narsaga fokus qaratganlar o'tib ketadi. Istalgan soha, farqi yo'q. Chunki u borini shunga sarflayapti-da, faqat shu narsani ishlayapti. Fokus 10 ta joyda bo'ladigan bo'lsa, u 10 ta joyga energiya sarflanadi, tabiiy hech qaysinisi zo'r bo'la olmaydi. Kim bitta narsaga fokusini qarasa, o'sha o'tib ketadi-da. Lekin shunda ham siz hozir qilmang, ham ekspertlarni zapus qilasiz, ham parallel o'zingizni zapus qilasiz, ham blog yuritasiz, ham otasiz, ham ersiz, ham o'g'ilsiz, ham priet investorsiz, ham yana o'zingizni yana bizneslaringiz bor, adashmasam qanaqadir zakulisi. Qanaqa shuncha narsaga uspet qilasiz? Menda manaqa qoida bor, aytaylik, hamma inson hayotidagi sferalar bor, sport, oila, har sferalar bor va hamma sferada men kuniga aytaylik o'sha yarim soat, 1 soat vaqtimni ajratib,
yaxshi etapda olib ketishi man standartini qo'yganman va man aytolmayman man misol uchun eng zo'r otaman deb aytolmayman chunki bolalarimga misol uchun vaqt ajratishim aytaylik kuniga 1 soat 1,5 soat bo'lishi mumkin yoki man misol uchun eng zo'r erman deb aytolmayman chunki qaysidir haftalarda man dam olish kunim ham yo'q bo'lishi mumkin eng zo'r o'g'ilman deb aytolmayman chunki birga ota onam bilan ovqatlanadigan paytlarim ham kamda haftasiga bir 3-4 marta borishim mumkin ya'ni bu voz kechish emas bu ish prioritet bo'lgani uchun ham qaysidir paytlarda kamroq ajratish etaplari bor sportdan ham misol uchun eng zo'rman deyolmayman lekin yetarli holatini qilmasdan qo'ymayman misol uchun o'sha aytaylik misol uchun oilaga ayolimga chiqadigan vaqtim bor o'sha ota onamga ham misol uchun mana aytaylik hammasini yig'aman keyin haftaga biz safarga chiqamiz ota onam oilam bilan o'sha man qolgan ajratolmagan vaqtlarim o'sha safarda bir hafta davomida polniy ular bilan o'tkazib kompensatsiya qilishi anaqa qilganman ha o'ylaganman xuddi shunaqa sportda ham xuddi shunaqa lekin baribir eng katta fokus bu ishga qaratilgan shunaqa o'zingizni shu 18-19 yoshli holatingizni hozir ko'rganingizda unga nima maslahatlar bergan bo'lasiz 18-19 yoshli ko'rganimda man o'zim jiyanim bor amakim o'g'li hozir u o'sha biz bilan turadi va u men uchun proyekt ya'ni man unga aytaman misol uchun ko'plab maslahatlarni beraman unga aytgan bo'lardim misol uchun hozir ham shunaqa u telefon ishlatmaydi umuman Instagram ishlatmaydi smartfon ishlatmaydi umuman ingliz tili IELTS olgan SAT olgan hozir sun'iy intellektga uni o'qitib o'rgatmoqchiman polniy и shaxs sifatida o'stirish etapida sport bo'lsin fikrlash bergan va'dasini bajarish xarakter erkak kishidagi xarakterni shakllantirish etapida va shu narsani man unga aytaman hozir pul topishga juda katta urinmang ya'ni pul topib oladi hozir ozgina sohani o'rgatib qo'ysam topa oladi lekin xarakterni shakllantira olsa ertaga pul ham muammo bo'lmaydi o'sish ham muammo bo'lmaydi eng katta narsa xarakterda hozir ko'p yoshlarda xarakter juda slabiy deb bo'lib qolganda bitta ish oxirigacha yetkazish bergan va'dasini ustida turmaslik bilmayman motivatsiya yo'q anaqa yo'q shunga sabab nima bo'lyapti jamiyatmi yoki oiladagi muhit tarbiya oiladagi muhit emas atrof shunaqa ya'ni hamma shunaqa bo'lgani uchun bu normal holat deb qarashadida ya'ni hamma dedlayndan kechikani uchun man ham kechikaman hamma va'dasi turmayapti man ham turmayman hamma Instagramda polniy vaqtni ketkazyapti man ham ketkazaman degan atrofdan kelib chiqadida ya'ni bunaqa odamlar bo'ladigan bo'lsa tabiiy u ham shuni ichida bo'lib qoladi o'shaning uchun misol uchun man jiyanimda yo'q o'rtoqlari ham juda ham kam va man o'zim anaqa qilib turaman yo'q san qilayotgan ish emas IELTSdan aytaylik necha ball olgan bo'lsang bu ish emas yoki man aytaylik sport qilayotganing bu ish emas deb turib plankani kattaroq qo'yish kerakda tushunarli jiyaningizga shuncha vaqtingizni energiyangizni sarflashingizga sizga motivatsiya nima unga reально qanaqadir loyiha qilib bir nuqtani ko'rgingiz kelyaptimi yo akalik hissimi ikkalasi ham hozir man baribir o'ylayman birinchidan bitta inson katta natijani bitta pokoleniya orqali qilib bo'lmaydi ya'ni misol uchun istalgan dunyodagi milliarderlar istalgan dunyodagi gigant kompaniyalar bu kamdan kam holatda bitta avlodning vakili misol uchun bitta inson tug'ildi self made bo'ldi o'zi keyin milliarder bo'lib ketdi u 0,001% bo'lishi mumkin milliarder 0 milliarder bo'lish lekin aksariyat katta kompaniyalar aksariyat milliarderlar bu qaysi bir inson bo'ladi qanaqadir darajaga chiqadi keyin uni davomchilari bo'lib olib ketadi xuddi shunaqa men ham xohlayman как oilaviy katta misol uchun uzoq muddat bu dunyoga ham foydasi tegadigan aytaylik ertaga mana o'sha jiyanim farzandlarim atrofimdagi insonlar olib keta oladigan loyihalarni qilishi va o'shaning uchun man misol uchun o'zimni farzandlarimni ham proyekt sifatida ko'raman ukamni ham proyekt sifatida boraman shunaqa zo'r kutubingiz bor ekan to'g'rimi ertaga davomchi bo'ladi degan niyatingiz bor ekan lekin qachondir fikri o'zgarib shu hamma narsani chetga surib umuman boshqa narsa bilan shug'ullanib kutubingiz oqlanmasa nima bo'ladi muammosi yo'q misol uchun man odam mana yaxshi ko'rgan ishini u aytaylik ertaga aytishi mumkinda yo'q man bilmayman samolyotlar menga qiziq pilot bo'laman desachi shunaqa samolyotlar qiziq man aytamanda hop samolyotlar qiziq bo'lsa pilot bo'lib qanchalik odamlarga sen foydani keltirasan bu dunyoda o'ylab ko'r deymanda ya'ni misol uchun pilot
ko'pchilik qila olishi mumkin. Lekin bilmayman, agar unga samolyotlarning tuzilmasi, yangicha samolyotlar ishlab chiqish qiziq bo'lsa, men kir deyman o'sha sohaga. Lekin bilmayman, ko'pchilik aytadi, men steward bo'lmoqchiman. Nima kerak erkak kishi steward bo'lib, nima anaqa bo'ladi? Rostdan-da bu motivatsiya ham bunaqa bo'lishi kerak emas. Lekin kengayishi mumkin bo'lgan va o'sish nuqtasi kattaroq bo'lgan soha bo'lsa, kiravermayman. Tushunarli. Okey, zo'r. Nimaga bir xil ekspertlar zo'r uchib ketadi, bir xili shu joyida turaveradi? Bu nimaga unaqa bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Birinchidan bu ochmas. Ya'ni ba'zi rasxodlar yopilgan, pulga ehtiyoji yo'q. Pulga o'sishga ehtiyoji yo'q. Eng katta sabab shunda. Ikkinchisi, bu to'g'ri strategiya tanlanmagan, ya'ni o'sha o'sish uchun to'g'ri strategiya tanlanmagan. Shuni hisobiga ham bo'lishi mumkin va uchinchisi bozor hali tayyor emas bo'lishi mumkin. Infobiznesdagi eng katta yolg'onlardan bittasini ayting. Tez pul topib, tez boyib ketish. U yolg'on. Bu yolg'on, tez emas. Hozir tez emas. Oldin tez bo'lgan, rostdan misol uchun bundan 2 yil oldin ancha tezroq bo'lgan. Hozir tez emas. Hozir baribir o'sha boshda pul topa olmaslik ham tabiiy, ozgina etaplardan o'tib olish ham kerak. Bor tez topganlar ham ko'p. Lekin bu faqat puliga qarash kerak emas. Eng zo'r keyslarga qarash kerak emas-da. O'rtacha normalga qaraydigan bo'lsangiz, bu bayis ko'proq. Men odamlar tadbirkorlik ham xuddi shunaqa. Tadbirkorlik bu qanaqadir hamma tadbirkor bo'lsa muvaffaqiyatli bo'ladi. Yo'q, o'zi o'rtacha butun dunyoda o'rtacha tadbirkorlar o'rtacha top menejerlardan ko'ra kamroq pul topadi. Ya'ni aslini olib qaraganda katta risk oladi, bo'yniga katta stabillik yo'q, stress katta, har doim o'ylab yuradi, lekin uchun yaxshi top menejer bo'lib 3-4 ming topsa tadbirkor 3-4 ming topolmasligi ham bo'ladi. Lekin shu tadbirkor oxir oqibat eng ko'p pul topishi mumkin, lekin top menejer unaqa imkoniyati ham yo'q, katta pul topishi. U uchun yaxshi ko'rish kerak. U uchun yaxshi ko'rish kerak, lekin men ham har doim bitta narsani aytaman, negadir hamma faqat B nuqtaga yetib kelganlarni ko'radi. Lekin B nuqtaga yetmoqchi bo'lib, yo'lda o'lib ketganlar qancha bo'ladi? Ularni hech kim ko'rmaydi, ularni inobatga olmaydi va ular har doim o'ziga shunchalik ishonchi baland bo'ladiki, men ham shu B nuqtaga yetaman aniq deb o'ylaydi. Lekin yo'lda qoqilib, motivatsiyasi o'zgarib, yiqilib o'lib qolishini hech kim inobatga olmaydi. O'zi lekin infobiznes ham o'zi shunda qurilganda, olib qarasa biz ham har doim eng yaxshi natija olgan o'quvchilarni ko'rsatamiz. Любой ekspert mutaxassis ham eng yaxshisini ko'rsatadi. Hech kim yo'lda qarayman, qoqilib qolib ketdi demaydi. Bu narsani tan olish kerak, bu narsaga odam tayyor bo'lib kirish kerak. Tabiiy, istalgan sohada shunaqa. Ya'ni siz odamlarga sohaga qiziqtirish uchun natija olayotganlarni ko'rsatasiz-da. Qiyinligini ko'rsatadigan bo'lsa, baribir odam bu narsa qiyinchiligini ham aytish kerak, lekin kimdir mana bu qarz kirib ketdi, kimdir bunaqa o'xshamadi degan narsani ko'rsatish, bu istalgan sohada bunaqa orqali odamga motivatsiya berib olmaydi. To'g'ri. Lekin u narsani odamlar baribir tushunishi kerak. Shu riski borligida. Chunki men ko'pchilikni ko'raman, kutuv juda katta bo'lib kiradi kursga, o'ylaydi, volshebniy tabletka shunda ichaman, zo'r bo'lib ketadi hayotim deydi, lekin mehnatiga, stressiga chidamaydi. Shunaqa. Hozir zapusda ishlamayotgan nima instrumentlar bor? Ya'ni keskin ishlamayapti. Bunaqa instrument yo'q. Hamma instrument ishlaydi. Faqat uni to'g'ri ishlatish kerak. Hammasiga. Kuchli mutaxassis muhimmi yoki kuchli marketing reklama bilan hamma narsani tushib ketsa bo'ladi? Yo'q, kuchli mutaxassis muhim. Kuchli mutaxassis qanaqa ajratsa bo'ladi? Kuchli mutaxassis ajratish bitta yo'li boshqa raqobatchilari, boshqa o'sha sohadagi boshqa insonlarni tan olishi. Ya'ni 1000 auditoriya tan olgan bilan mana qanaqadir biznes trenerlar bor, to'g'rimi? Auditoriya ularga fanat bo'lishi mumkin, lekin boshqa tadbirkorlar, atrofidagi odamlardan so'rasangiz, u inson tan olmaydi. Bu kuchli mutaxassis emas. Lekin qanaqadir biznes trenerlar bor, uni boshqa tadbirkorlar ham tan oladi atrofidagilar. Tushunarli. Uni lekin unaqa, misol uchun bozorda hech kim tanimasa ham, lekin o'sha yon atrofidagi atrofida boshqa matematika o'qituvchisini kim to'g'ri bahola oladi? Boshqa matematika o'qituvchilar to'g'ri bahola oladi. To'g'ri, zo'r, tushunarli. O'xshamagan zapuskalaringiz bo'lganmi? O'xshamagan zapusklar bo'lgan. O'sha ikkita holatdan tashqari. Endi u ikkita holatda tushundik, biz shu ekspert bilan kelishmovchilik bo'lgan, ko'proq o'sha ekspertni nima desa bo'ladi, kayfiyatidan kelib chiqib zapusklar o'xshamagan desa bo'ladi, to'g'rimi? Yana o'zi o'xshamagan sifrada proyektlar bo'lgan? Yo'q, bo'lmagan. Okey, o'xshamagan zapusk deb nimani aytsa bo'ladi? Endi mana
o'shanga bog'liq. Deylik, siz reja qo'ygansiz, o'sha rejangizga yetolmagan zapuska desa, ular ko'p. Zot aytaylik, tam 200 ming, 300 ming qanchadir summali qo'yilgan va unga yetolmaganlar ko'p. Lekin o'xshamagan degani bu aytaylik fail, ya'ni pul o'tdan rasxod tez katta bo'lib ketgan, topayotgan pulingizdan. Bunaqa zapuska umuman bo'lmagan. Hamma zapuskamiz pulab kelgan. O'sha biz ikkita men sizga aytgan o'xshamaganlarim ham pulab kelgan. Ya'ni ular ham foydadagi zapuska bo'lganda, birorta zapuska qanaqadir minusda chiqilmagan. Qaysidir zapuskalar bo'lgan, aytaylik, tam o'sha sal kamroq pul topasiz, qaysidirlarda ko'proq pul topasiz, bu normal. U haligacha bu narsani men tayyorman va обязательно stabil har doim o'sish kerak degan narsani anaqa qilmayman-da, o'zimga maqsad qo'ymayman. Ya'ni qaysi paytda o'xshamaslik mumkinmi? Mumkin, bu tayyor bo'lish kerak. Tushunarli. Eng katta yo'qotish daromad jihatidan o'sha summada hech pul bo'lgan, qanaqa qoldi bu qarshi bo'ling. Yo'qotish deganda nimani nazarda tutasiz? Misol uchun o'sha cho'nchagingizdan o'sha pulni ko'p qo'yishingiz kerak bo'lgan. Bu taxminan 50 ming dollar hafta bo'lgan. Endi bu yerda faqat men o'zim emas, sherigim bilan birga shu narsani qo'yib qo'yishimiz kerak bo'lgan. Muddati bo'lganmi? Muddati bo'lgan. Lekin o'zimiz bu narsani o'sha berishimiz kerak bo'lgan insonlar bilan gaplashib, muddatlarini kelisha olib, misol uchun deylik, biz tam 1 oydan keyin berishimiz kerak bo'lgan, lekin undan iltimos qilib, biz 3 oyda bersak bo'ladimi? Chunki men unaqa vaziyat tushuntirib, o'sha taxminan 3-4 oy ichida hammasidan qutulganmiz. Lekin mana nimagadir hozir muammoga kirib qolgan yoshlar muammodan qochishga harakat qiladi yoki bo'lmasam shu yo'q bo'lib qolishga harakat qiladi. Men bir eslayman, siz aniq-tiniq aytib bergan edingiz, agar shunaqa qarzga kirib qolgan bo'lsang, qochma, o'sha qarzdor odamlaring bilan gaplashib ol, bitta muddatga kelish va harakat qilib yopib kel degan edingiz. Yana qanaqa maslahat bera olamiz? O'zi birinchi o'sha qarzga kirib qolmaslik uchun shunday shartnoma qilish kerak ekan, to'g'ri odam tanlash kerak ekan. Ikkinchisi, qanaqa yana maslahat bera olamiz? Shunaqa o'z muammoga kirib qolmasligi uchun va shunaqa muammoga kirib qolganlar bo'lsa, hozir bizlarni ko'rayotgan, ularga chiqish uchun nima yordam bera olamiz? Qanaqa maslahat? Birinchisi, kutuv minimal qilish kerak. Istalgan narsa. Mana proyekt olsami, men misol uchun ko'pchilik aytadi, men 10 ming dollarga proyekt oldim, 5 mingga oldim, bunaqa olmagansan, hali qachon proyekt olasan, ishing 100% qilib bergan taqdiringda ham pulni olsang, mana shu sani rostdan bu pulni olding, endi o'ylasang bo'ladi. O'shaning uchun mana biz zapus qilamiz, anaqada aytaylik, o'sha Google Sheets'da qanchadir summa turadi, Shotda ham qanchadir summa turishi mumkin. Yo'q, men unga qaramayman. Men qachon u meni pulim bo'ladi, qachonki men u produktni tugatib, o'quvchilar restoratsiyaga olib chiqib, produkt yopilgandan keyin bo'ldi, endi bu meni pulim desam bo'ladi-da. Ko'pchilik biz 100 minglik zapus qilamiz, biz mana bunaqa zapus qilamiz deb turib, qutuvni katta qo'yadi-da, shunga yarasha rasxodlarni ko'paytirib oladi. Shuni hisobiga oxir-oqibat anaqa bo'lmaydi. Misol uchun aytaylik 100 ming zapus qilamiz dedi, bitta odamga productionga misol uchun necha pulga syomka qilib bersan desa, 1000 dollar desa bo'ldi, 1000 dollar. Chunki biz 100 mingdan famiz 1000 dollar hech narsa qilmaydi. Yoki webinar manimcha o'tkazib beradi. Target o'rga manimcha deb turib, hayolida 100 ming ushlab bo'lganda, lekin aslida u pul yo'q. Agar rasxodda 20-30 ming bo'ladi, oxiri bitta qanaqadir faktorga ko'ra o'xshamay qolsa, bu rasxod bor, u insonga va'da bergan berish kerak, lekin bu yoqda pul kelmayapti. Shuni hisobiga minimal kutuvni minimal qilish kerak-da. Va men hech qachon hali ishonmagan pulimga men reja qilmayman. Hech qachon. Men juda ko'p yosh prodyuserlar, ekspertlarni ko'raman, shu zapus qilishadi va hali xizmat ko'rsatish yakunlanmasidan pulni deloshka qilib oladi, pulni olishadi bir-birlariga. Lekin mana misol uchun mana Humoyun ham shunaqa ekan, Davron Turdiyev ham, Bozor degani katta prodyuser ekspertlar ko'rganman, что hech qachon o'sha xizmat ko'rsatish yakunlanmagunigacha, bitiruv bo'lmagunigacha pulni hisob-kitob qilib olishmaydi. Bizda ham shunaqa, mana o'sha pul turaveradi o'sha kassada, da zapus qildik, lekin bilmaysiz nima qiladi. Ertaga o'lib qolishingiz boshqa bor. O'sha atvetdagi pul turishi kerak deb o'ylayman. Okey, endi kirib qolganligiga nima maslahat bera olamiz? Kirib qolganligi, mana birinchisi eng ko'pchilik stress kuchliydida. Stress boshlandi. Tushunish, odamni o'tirib qarash kerak. Shunaqa vaziyat bo'ldi. Endi bu narsani o'zgartira olmaysiz. Endi bu vaziyatdan agar uyda yotib, faqat boshqalarni ayblab, nimadir o'xshamaganligi haqida qayg'urib yuravergandan ko'ra, o'tirib o'ylab olish kerak. Bo'ldi, misol mana shu narsa bo'ldi vaziyat. Endi men qanaqa chiqib ketaman? Sovuqqon bo'lib, mana o'ziga kelib olib, o'ylash kerak. Shu bilimim orqali men shu paytgacha qanchadir summa ishladim. Shu bilimim orqali men mana shunaqa loyihalarni qildim. Endi to'g'ri, mana shu qaysidir ozgina holatda risk va sinov keldi.
Endi lekin o'sha bilinib turibdi-ku, o'sha aqlim, o'sha qo'lim turibdi, yana qila olmayman shu narsani. Endi faqat bu yerda o'sha bitta muammo qarzlarim bor. Hammaga aloqaga chiqib, Tojjon, telefonni ko'tarib etib, hech kim voy nimaga anaqa qilding o'ldirib yubormaydi-da yoki anaqa qilmaydi. Misol uchun tushuntirib, mana shunaqa vaziyat. Hammasini tushuntirsa, aksariyat odam tushunadi bu narsani. Qarz bo'lib qoldi, shunaqa holat bo'ldi. Maylimi, menimcha muddat uzoradigan bo'lsa, agar anaqa bo'lsangiz deb turib, uni chindan xohlash kerak. Mana eng ko'p qarzlar qachon uzilmaydi, deymi? Qarz to'lash xohishi bo'lmaganligida uzilmaydi. Ya'ni, chindan bo'lmaydi, to'la olaman deydi. Mana bu joyga o'xshasak yoki mana bu joydan sal pul kelib qolsa, o'shandan pul to'la olaman-da, qarzimdan qutulaman. Lekin kimdir, men qarzman ertaga kech o'ylaydigan bo'lsa, borib Alloh shunday yetkazib qo'yadi. Chunki bu va'dasi. Agar siz misol uchun anaqamisiz, o'shani yo'lida harakat qilsangiz, Alloh yetkazib qo'yadi deb narsa. Lekin pul kelsa ham o'shani men telefonimni yengil olishim kerak, boshdan mamlatiga narsa qo'yib olay deb turib qarz pul keldi, o'shani qarziga bermasdan o'zingizni cho'nchingiz yoki o'zingizni xarajatingizga ishlatadigan bo'lsangiz, bo'ldi, bunga keyin pul kelishi juda ham qiyin bo'ladi. O'shaning uchun bu juda ehtiyot bo'lish kerak qarzga. O'zim eshitganman shu hattoki qarzi bor odamlar choyxonaga borib yaxshi ovqat yeyishi ham noto'g'ri hisoblanadi-da. O'zi qarzi bor odamlarni juda bosimi katta bo'ladi. Naborat o'sha qarzdan tezroq qutulib, bosimni yengillashtirib, boshqa keyin ishlar bilan shug'ullangan ming marta yaxshi ochim, rasxod qilib keyin yana o'sha periodni uzoqlashtirgan deb ko'radi. Yana bitta narsa qo'shib ketdik. Bu yerda yana bitta narsa bor. Misol uchun deylik, bilmayman, Sardor degan odam, misol uchun $20,000 qarzi bor. Yoki $10,000 qarzi bor va u SMM bilan shug'ullanadi. SMM bilan shug'ullanadigan bola $10,000 qarzi bor va u oyiga $3,000 topadi. Endi bitta narsa bor-dek, u topgan hamma pulni berib yuborish kerak emas. Buni tushuntirish kerak. Masalan, o'sha qarzdor odamlarga tushuntirib, mana men mashq ishlayman, lekin men hozir hamma pulimni berib yuboradigan bo'lsam, men keyingi oyga daromad topa olmasligim mumkin. O'shaning uchun men reklamni rasxotim o'zimni anaqam uchun nima deydi? Yashab qolishim uchun, plus men xizmatimni yana ko'proq odamga sotishim uchun targetga pul turish kerak. Men bunga ozgina pul ajratib turishim kerak. Shunga siz oldindan ogohlantirib qo'yaman. Noto'g'ri tushunmay ertaga targetdan chiqib qolsam, qatdandir chiqib qolsam, mana shunaqa vaziyat bo'lgani uchun deb ogohlantirsa, ana odam to'g'ri tushunadi-da. Qanaqa siz qaraysiz shu bozordagi uspeh ko'rsatayotganlar, что mana men zo'r bo'lib ketdim deb kerak bo'lsa qattiq yolg'on ishlatib, o'zini erishmagan natijalarini ham ko'rsatib, olmagan mashinalarni olib chiqib, shuni orqasida shaxsiy brendini qurayotganlar va shu natijani sotayotganlar. Xo'p, bu ham boyaga aytgandek uzoqqa bormaydigan narsa, ya'ni faktli narsani odam ustida ishlash kerak emas. Fakt baribir yorilib ketadi. Bu men endi biz hali kam hayot yashaganman, tajribam kam, lekin ko'rganman-da, shu paytda o'zi media sohasida nechta odam kirib, nechta odam chiqib ketdi. Fakt ustida hech nima qilmasligi kerak va yolg'on baribir oxir-oqibat anaqa bo'ladi, ochiladi. Ochilgandan keyin reputatsiyaga ta'sir o'tkazadi, shuni hisobiga u yolg'on bu misol uchun men uchun hech qanaqasiga oqlanmaydigan bu holatda u kimdir aytadi, bu infopod, bu progress yolg'on ustiga qurilmaydi. Infopod yolg'on ustiga qurilmaydi. Misol uchun ular ham nima deydi, odamlarni aldab nima deydi, men boru yosh katta insonlarning kartasidan pul yechib olishadi, mashinniklar bular ham o'zini oqlashadi-da. Biz sodda odamlarni anaqa qilamiz. Odamlar sodda bo'lmasligi kerak. Tugo'yi anaqa-da, ya'ni biz haromni yomon odamlardan olamiz degan narsa bo'lib qoladi. O'sha hisobiga bu 100% misol uchun haqqi yo'q istalgan sohada. Bu nafaqat zapus, nafaqat anaqa. Zapusda hozir ommalashib ketdi-da, xunoy shu narsa. Yo'q, bu siz ichida bo'lgan shunaqa ko'rinadi. Ya'ni aytaman, hamma sohada xuddi shunday. Hamma sohada mashinniklar bor, hamma sohada yolg'on gapiradiganlar bor, hamma sohada haqiqiy xiyonat qilmaydiganlar bor. Nimaga zapuskda ommalashgan? Chunki zapusda ko'rinadi. Zapusda media bo'lgani uchun ko'rinadi. Misol uchun, show biznesda yo'qmi? Show biznesda bundan 1000 barobar battar. Misol uchun. Men hozir ancha kamaygan. Ya'ni oldinga nisbatan hozir ancha kamaygan. Odamlar ham hozir filtr qilishni o'rganib qoldi-da. Ya'ni tekshiradi, nimadir qiladi, qiziqadi. Okey. Humoyinni pul o'zgartirdimi? Bilmayman. Buni javobini men bilmayman. Uni javobini atrofimdagilar aytishim, oila a'zolari, o'rtoqlarim aytishim. Hech o'zingizni darajangizdan uyangan holatingiz bo'ldimi? Daraja bilan qaysi misol uchun eski tanishingiz, birodaringiz ko'rib qoldingiz, uyaldingiz o'zingizni hozirgi moliyaviy holatingizdan? yo'q.
ko'pchilikda shunaqa bo'ladi bilasizmi, aybdorlik hissi kuchayib ketadi. Ani choyxonadagi o'rtoqlar bilan yig'ilishga borsa ham, shu maktabdagi bo'lsa, mashinasi yaxshiroq bo'lsa, chetroqga tashlab ketib, peshkom kirib ketishadi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Sizda bo'lmagan unaqa? Yo'q, men u narsani o'ylamayman ham. Misol uchun men o'rtoqlarim choyxonadagi ko'pchilik bo'ladi. Bizlar bog'lab turadigan narsa, misol uchun mashina yoki qanaqadir kimdir ustunligi emas. Misol uchun o'sha maktabda o'qigan billa o'rtoqlar bilan ko'rsam, bo'lma, bir xil. U yerda gaplashadigan temani men hech qachon u yerda pul to'g'risida gapirmayman. Hech qachon u yerda qanaqa bir sayohatlar to'g'risida gapirmayman. Ular mavzusi bo'yicha gaplashaman bo'ldi. Tushunarli. Zo'r. Hozir nimadir sizni xavotirga solayotgan holatlar bormi, vaziyatlar? Bor. Birinchisi farzandlarim katta bo'lishyapti va ularga tarbiya eng katta xavotirga soladigan narsa, ya'ni o'zim xohlagandek tarbiya bera olmaymanmi? To'g'ri tarbiya bera olmaymanmi? To'g'ri anaqa qila olmaymanmi? Ya'ni misol uchun shu narsa eng katta, endi xavotir degan yomon ma'noda emas, yaxshi ma'noda xavotirga soladigan bo'ladi. Ota bo'lib, tushunarli. Ota bo'lib nimalarni tushundingiz? Ota bo'lib birinchi ota-onamni tushundim. Ya'ni farzand qanchalik ota-onasi uchun muhimligini va ota-onasi qanchalik farzandni yaxshi ko'rishini O'shanda faqat his qildingiz. shunda tushundimda. Ya'ni bu odamnaqada shunaqa bizga yaratilganmiz. Bizga nima uchun mana aytaylik, ota-onaga yaxshilik qilish buyurilgan. Farzandga yaxshilik qilish buyurilmagan, bilasizmi? Chunki farzandga yaxshilik qilish odamning tabiatida bor. Ya'ni misol uchun ota-ona hech qaysi ota-ona yomon ko'rmaydi farzandni. Umuman misol uchun xoh istalgan dinda bo'lsin, istalgan yomon ota-ona bo'lsin, u inson tabiatida bor-da, ya'ni hayvonda ham bor, bu yaxshi ko'radi, bu eng zo'rini xohlaydi-da. Lekin ota-onada unaqa bo'lmaydi. Ya'ni ota-onaga nisbatan inson qaysidir paytda bu xislat yo'q. O'shaning uchun ham ota-onaga nisbatan odam yaxshi ko'rish, ota-onani hurmat qilish, ota-onani anaqa qilish kerak. Ya'ni bunga Alloh buyurgan. O'shaning uchun ham kimdir aytishi mumkin, men farzandimga yaxshilik qilaman. Yo'q, bu yaxshilik qilayotganing bu tabiatingda bor narsa. Hayvon ham yaxshilik qiladi. Mushuk ham, it ham yaxshilik qiladi-da. Lekin ota-onaga yaxshilik qilish bu haqiqiy e'tirof qilinadigan xislatisi bo'ladi. Mana necha yosh uylangansiz? 22 yosh. 22 yosh. 22 yoshda uylanish maslahat berasiz? Undan erta bo'lsa, undan erta. Erta uylanishi afzalliklari nimada? Erta uylanish afzalliklari mana bilishim bo'yicha, ya'ni bu men spesifik fikrim, tezroq katta bo'ladi odam. Mas'uliyat tushadi va ko'proq insonni misol uchun haqida o'ylaydi. Ya'ni men oldin mashinamda juda tez yurardim. Hozir misol uchun uylangandan keyin ancha kamaygan. Hozir farzandli bo'lgandan keyin voqea tez yurmay qo'ygan. Misol uchun men voy 8 olishim kerak, mana qolishim kerak. Hozir o'ylamayman, hozir oson. Nima qilaman, buni tez yurmayman-ku degan narsa bor-da. Ya'ni bu chunki risk. Hozir men misol uchun nimadir sababga ko'ra o'sha aytaylik hodisa bo'ladigan bo'lsa, men farzandlarim to'g'ri rizqini Alloh beradi, lekin sababi mana shu sababga ko'ra bo'lishi noto'g'ri deyman. Ota hisobiga shuni hisobiga risk va ularni o'ylash, hamma qaror qabul qilayotganimda ertaga men topayotgan pul farzandlarimni kiradi. Ular shu orqali luqma oladi va shu orqali ular tarbiyasi anaqasi bo'ladi. Shuning uchun narsaga e'tibor qaratishim kerak. Men qanaqa xarakterda bo'lsam, farzandlarim xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni men aytaylik uyda mana kitob o'qiyotganligimni ko'rsa, ular ham shunga qiziqadi. Men telefonda o'tirganligimni ko'rsa, ular ham telefonga qiziqadi-da. Mendan o'rnak oladi. O'shaning uchun men o'zimni yana ham yaxshiroq tarbiya qilishim kerak degan narsa bo'ldi va ikkinchidan bu tabiiy oila oson emas. Misol uchun kimdirlar aytadi-da, oson tam uylangandan keyin yo'q, istalgan oilada qiyinchilik bo'ladi, muammolar bo'ladi va bu ham xarakter shakllantiradi. Mana shu insonni o'stiradi. Ya'ni bitta oilani misol uchun boshqara olgan inson ancha-muncha narsani boshqara oladi deb o'ylayman-da. Ya'ni juda ko'p narsani qila oladi deb o'ylayman. Shuni hisobida. Munosabatlar chalg'itmaydimi ishda o'sishni tanlagan insonlarga? Yo'q, nabarat zo'r. Nabarat, chunki odam xotirjam bo'ladi. Misol uchun odam nabarat ko'chaga ko'proq chalg'ish kamroq biladi. Ya'ni misol uchun deylik mana. Men ertalab uyg'onaman, farzandlarim bilan vaqt o'tkazaman, ishga shoshib boraman. Ya'ni ishim va ishlarim bor, proyektlarim bor deyman-da, borib, men ishim yana qilaman. Ish degandan keyin kech payt men uyga shoshib boraman.
yana farzandlarim, oilam anaqa degan narsada mana shu haqiqiy baxt deb o'ylayman. Ya'ni ikkisi taraf ikkala joyda ham odam o'zini kerakliligini, o'zini anaqaligini his qilishi baxtli o'shaning uchun umuman chalg'itmaydi. Ya'ni men anaqa naborot bu ko'proq fokusli qiladi deb o'ylayman. Zo'r. Lekin mana o'zbek oilalarida ikki xil yo'nalish bo'ladi, ikki xil yondashuv bo'ladi. Bir xil oilalarda nima deyishadi? Yosh farzandim 19-20 yosh, hozir uylantirib qo'yaman, shu mas'uliyat bo'yiga tushadi va aravasini o'zi tortib ketadi, harakat qiladi deydi. Bir xil oilalar bo'ladi, yo'q, qachon pul topib, qachon o'zini oyoqqa turg'izsa, qachon uy-joy qurib, mashina qilsa, o'shandagina uylantiraman, o'zini oilasini o'zi o'shanda eplaydi deydi. Siz shunda qaysi tarafdasiz? Qaysi fikrga qo'shilasiz? Men bilmayman bu javob, chunki men tushib ko'rmaganman bu vaziyatga, lekin bu videoni ko'rayotgan odam ko'p holatlarda fikri bor, o'zini fikri bor, o'zi daromad topyapti, o'zi qanaqadir qarashlari bor bo'lgan odam. Misol uchun men kimdir ota-onasi qachon uylanishini aytadigan odam u hali katta bo'lmaganda, meni fikrim bo'yicha qachon ota-onasi uylanishi, qachon ota-onasi qiz topib berishini kutayotgan odam u 30ga kirsa ham u oilani eplab ketish qiyin-da. Lekin misol uchun 19-20 yoshli bola ko'rayotgan bo'lishi mumkin va u aytaylik pul topyapti, pul topishni boshlab katta summa olmasligi mumkin, lekin bilib turibdi u oilani boqishga olib ketishga tayyor. Bilasizmi, muammosi yo'q. Lekin oson bo'ladimi desa, 19 yoshdan ham oson bo'lmaydi, 25 yoshdan ham oson bo'lmaydi. U aniq. Kimdir aytadi, "Voy, erta uylanib qo'yganim uchun menda qiyin bo'ldi." Yo'q, u 25 yoshda uylanganda ham o'sha qiyinchilik bo'lardi baribir-da. Deb o'ylayman. Tushunarli. Rahmat javobingiz uchun. Hech o'zingizni aybdordek his qolasizmi? Shunaqa ko'p ishlayotganingiz uchun oilangiz oldida ayolingiz qanaqa buni hal qilishga harakat qilasiz? Xo'p, vaqt ajratib ko'proq, ya'ni qolgan sayohatlab yoki ko'p ovqatlanishga chiqib, birga vaqt o'tkazib, misol uchun gaplashib, shu orqali, chunki aytolmayman-ku, men rostdan ko'p vaqt ajrata olmayman o'zim, imkoniyat ish taraflarim bo'lgani uchun, lekin o'sha vaqt ajratsam sifatliroq ajratishga harakat qilaman. Misol uchun aytaylik 5 soat prosta vaqt ajratgandan ko'ra 1 soat konkretniy zo'r vaqt ajratib, gaplashib, yaxshi vaqt ajratgan afzalroq. Haqiqiy erkak kishi bo'lish deganda nimani tushunasiz? Ayolingiz sizga 100% suyana olishi, ota-onangiz farzandim bor deb sizga suyana olishi, sizga ishona olishi, farzandlaringiz meni o'sha otam bor va otam meni eng idealim degan qarashli bo'lishi va ota farzand uchun ko'ngil bo'lishi, komanda, jamoa bo'lib turib sizga ishona olishi, bu haqiqiy kishini anaqasi deb o'ylayman. Nima deydi? Xislat deb o'ylayman. Ya'ni atrofingizdagi insonlar sizni tan olish. Ya'ni bu farqi yo'q. Instagramda 1 millionta podpischikingiz bo'lib, bular sizni eng zo'ri desin, lekin oilaga borgandan keyin sizni atrofingizdagilar yoki yaqin insonlaringiz hurmat qilmasa, ayolingiz hurmat qilmasa yoki ota-onangiz suyana olmasa, u baxt bermaydi. Bolalaringiz sizni qanaqa eslab qolishini xohlaysiz? Adam mana shunaqa odam edi deb. Hayotiy prinsiplarni mendan o'rganishini mani o'sha kumir sifatida ko'rish meni eng katta maqsadim. Ya'ni misol uchun farzandlarim uchun eng katta kumir bu men bo'lishim. Sun'iy emas. Ya'ni men o'zimni majburlab emas. Ya'ni ular ko'rishsin, hammani ko'rishsin, lekin kimga o'xshash qolasan desa, o'sha odamga o'xshash qolayman degan ular rostdan ichidan shu narsani xohlash bu mening eng katta narsaim. Zo'r. Chunki biz qanchalik farzandlarni tarbiyalamaylik, qancha ularni ushmaylik yoki yo'lga solmaylik, ular baribir bizdan ko'rganini qiladi. Shuning uchun biz ularga zo'r misol bo'lishimiz kerak va o'sha menimcha Humoyun o'sha adasini eslaganida shu prinsiplari bor edi va prinsiplarga amal qilib yashagan inson edi deb eslab qolishni ham xohlagan bo'larsiz. Shunaqa. Zo'r. Chunki men aytaman-ki, bu yerda jamiyat tan olishi bu muhim emas. Ya'ni jamiyat uchun Instagramga chiqamiz yoki qayerda ijtimoiy tarmoqda qayerdadir bo'lasiz, odamlar sizni faqat o'sha syomka payt, kamera payt, misol uchun sochlaringizni to'g'rilagan, o'zingizga qaragan, gaplaringizni to'g'rilab gapirgan, qaysi joy kesilgan joylarni ko'radi-da. Lekin misol uchun ertalab jahlingiz chiqqan paytda qanaqa holatdaligingizni, qorningiz och paytda qanaqa holatdaligingizni, ishlaringiz o'xshamagan paytda, uyingizda bor, uyingizda yashirin odam bo'la olmaysiz. Uyingizda boricha inson bo'lasiz. O'sha paytni ko'rib farzand sizdan olyaptimi, demak, rostdan yaxshi insonsiz. Rahmat. Eng qiyin narsa shu turmushda nima bo'ldi siz uchun? Yoki kutmaganingizda shunaqa bo'ldi?
boshida balans bo'ldi. Balans usha olish qiyin bo'ldi. Ya'ni misol uchun aytaylik, oilaga vaqt sarflasam, ish qolib ketib qoldi. Ishga vaqt sarflasam, oila qolib ketib qoldi. Qanaqa to'g'rilaysiz? To'g'riladim, shunday ko'nikishda harakat qilaman. O'sha aytganimdek, ikkalasini qaysi paytlarda oilaga ko'proq, qaysi paytda ish ko'proq ajratishga harakat qilaman. Shu. Tushunarli. Qaysi xarakteringizni tomoni sizga haliyam xalaqit qildi? Ko'ngilchanroqman. Ba'zi paytlarda bu menga pand beradi. Lekin plyus taraf ko'proq baribir deb hisoblayman. Ana xarakter insonning ichidagi narsa-da. U narsa aslida xalaqit bermasligi kerak agar odam o'zini to'g'ri kashf qila olsa. Deylik, sochi mani xarakterimda mana o'sha ichimda zo'r ishlash yo'q. Misol men bitta ishni oxirigacha bajarish, ishlarni o'sha tizim bo'yicha qilish mani kuchli tarafim emas-da. Va men agar shu ishni qilganimda men zo'r qila olmagan bo'lardim. Mani kuchli tarafim bu aytaylik komanda boshqarish, g'oya, liderlik, sotuv qilish va qolganlarda ko'ra olmaydigan tochka ro'salarni ko'rish. Ammo o'sha ishimni qilganim uchun menda yaxshi o'xshaydi, yaxshi ko'raman va qolganlardan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Shuni hisobiga mendagi hozirgi hamma xarakterlarimni plyusimga ishlataman. Shuni hisobiga menda qaysidir yomon xulqimda bo'lishi mumkin. Lekin xarakterimda bor deb o'ylayman. Xulqimda bo'lishi mumkin. Qaysidir paytda o'sha javob bermas, Telegramda qaysidir odamga javob bera olmay qolishi ham, qaysidir aytaylik balki bo'lishi mumkin. Men bu narsani bilmayman. Balki misol uchun fikrlashimda kimdirga nisbatan aytaylik havas yoki hasad bilan bo'lib qolishi ham mumkin narsani ham qiyin kontrol qilish deb o'ylayman. Lekin ko'p xulqimda juda xatoli, kamchilikli, yaxshi tarafdan ko'ra ko'proqligini bilaman. O'zim uchun bu narsa ko'p va buni ustida ishlashim kerak, juda ham ko'p. Xarakter o'zgartirsa bo'ladimi? Xarakter o'zgartirish qiyin deb o'ylayman. Nega ishlayapsiz? Xulq ustida ishlayapman. Xulq o'zgartirsa bo'ladi. Xarakter Xulq menimcha odatdan kelib chiqadi. Xulq odatdan kelib chiqadi. Xulq misol uchun qanaqa gaplashishingiz odamlar bilan, qanaqa o'zingizni tutishingiz, yaxshi yomon xulqlar bu o'zgaradigan narsa. Tarbiyalasa bo'ladi. Xarakter qiyin. Ya'ni lider inson, yoshligidan lider bo'lgan inson keyinchalik kimdir qo'lida ishlab polni ishlar qilib yurishi bu qiyin. Yoki yoshligidan bu faqat bitta narsaga sho'ng'ib ishlaydigan inson kompaniya qurib, tadbirkor bo'lib, liderlik kashf qilishi qiyinroqda. To'g'ri. Chunki Dildora Tursunova bilan ham yaqinda gaplashdik. Chat bo'yicha mutaxassislar bilan 20 yillik tajriba bo'lamaydi. Liderlikni shakllantira olmaysan. Yo lider bo'lib tug'iladi, yo lider bo'lib bo'lmaydi. Yoki bu shakllar qoladigan skill emas. Shu aytganingizdek, menimcha odatlarni, xulqi to'g'rilasa bo'ladi, lekin xarakterni shakllantirib bo'lmaydi. Chunki men hozir o'zim farzandlarimni ham ko'raman-da. Ikkita-ku, Exil o'zi qiyinmi? Menga qiyin emas. Tabiiy. Uyda yordamchilar bo'lsin-ki. Yo'q, yordamchilar yo'q. Endi onam bor. Onam yordam beradilar. Yordamchi o'sha biz kelishib yordamchi shartmas degan anaqa qaror qilganmiz. Qiyin tabiiy, misol uchun men nima deydi, ya'ni eng bilaman, misol uchun aytaman, meni ayolim dunyodagi eng qiyin va eng mas'uliyatli ishlardan bittasini qiladi. Ya'ni ikkita farzandni, ikkita o'g'il bolani katta qilish, ularga tarbiya berish, ularga anaqa qilish bu mani anaqandan ko'ra qiyinroq deb o'ylayman. Shuni hisobiga eng zo'r ish u uchun deb o'ylayman. Xo'p. Qiyinligiga qilgan. Ikkinchisi anaqa xarakter. Misol ikkita aytaylik Umar Alida. Misol Umarda o'sha liderlik yaxshiroq. Misol Umarda bilinadi, gaplashayotgan o'zini tutganda xarakterni o'tirish kerakdir, jahli chiqadi. Bo'lsa, endi biriga to'g'ri ya'ni nimadir bermasangiz baqiradi, anaqa qiladi-da. Ya'ni bu narsa bor. Alida odamlar bilan chiqishib ketish, odamlarga moslashuvchanlik yaxshiroqda. Ya'ni hozirdan ikkita bitta payt tug'ilgan, hammasiz bir xil ko'rinishi bir yaqin, lekin xarakter baribir bir xil emas-da. Bu degani
bunga moslashish kerak baribir. Odam ertaga kasb qilayotganda ham hamma narsadan boshqa Shundan xarakterdan kelib kelib chiqish kerak. Da, Yusuf. Bilasizmi, qiziqarli fakt, balki siz uchun ham yangilik bo'lar. 70% xarakteri insonni 5 yoshgacha shakllanadi. Qolgan 30%ni biz faqatgina o'sha qanaqadir hayotiy darslarda, prinsiplar olib chiqarganmiz, lekin o'sha lider bo'lsangiz, borsiz bo'ldi, o'sha 5 yoshingizgacha o'zi ma'lumda. Yoki lider emassiz, yoki nimadir sohaga moyilligingiz bor. Xo'p, oilani tushundim, shaxsiyat haqida ham gaplashdik. Endi keyin shaxsiy brend haqida gaplashamiz. Nimaga shaxsiy brendingizni rivojlantirishga qaror qilgansiz? Shaxsiy brendimni rivojlantirish va eng birinchi navbatda bu foyda. Ya'ni misol uchun qanaqadir bizani kuzatadigan qanchadir insonlar bor. Birinchi bundan 3-4 yil oldin bo'lganda men SMM bilan shug'ullanaman. Men u paytda shaxsiy brendingni ham bilmasdim bu narsani. Qanaqadir maqsad men bo'lmagan. Prosta men storiesda qatqiqdir o'sha loyihalarimni nima ish qilayotganligimni ko'rsatib boraman, odamlar qiziq bo'lyapti, odamlar yozishyapti, so'rayapti, odamlar o'rganyapti. Ya'ni bu men qilayotgan ishim odamlarga foyda olib kelayotganligini ko'rdim. Ya'ni delegatsiyaga mana bunaqa proyekt olinglar, mana narsaga e'tibor qaratinglar, xorimayotgan mana bunaqa qilinglar deb, o'sha yerdagi bilimimdan kelib chiqib beraman, odamlar bu narsani qabul qilyapti deb tushunganman. Keyin men o'zimni xarakterimni tushunganman. Menda gapirish, nimadir yetkazib berish, osonroq tilda yetkazib berish va ergashtira olish ko'nikmasi bu tug'ma bor. Ya'ni yoshligimdan, misol uchun, men sinfimizda bo'yi pastroq, ko'p gapiradigan, lekin hammani e'tiborimni tushab, o'zim olib keta oladigan odam bola bo'lganman-da. Balki o'sha bo'yi pastroq bo'lgani uchun ham bu kerak bo'lgan. Mashqlarni kapital qilib qo'ygan. Shunaqa. Undan keyin o'qib litsey bitirganimda ham menda bilimim kuchli bo'lmaganligini hisobiga, ya'ni o'rganishim kuchli bo'lmaganligi hisobiga liderligim meni doimo sinfda eng oldi anaqalardan bittasi qilib bergan. Shuning uchun bu narsa keyinchalik ham o'zimda ko'rib, kashf qilib, demak men gapiryapman, menda o'xshab. Odamlar ko'ryapti, odamlar ergashyapti, odamlar meni qabul qilyaptimi? Demak, bu meni kuchli tarafim deganman-da. Keyin yuritish boshlagan va o'sha maqsadlarimdan bittasi ham qancha odam foyda olishi, ko'p misol uchun men aytaylik, hozir YouTube'da o'rtacha 10 mingta odam ko'radi videolarimni va men orqasida har bitta 10 mingta odam nimadir olayotganligini his qilib turaman. Kimdir yozadi, kimdir aytaylik rahmat aytadi, kimdir o'sha orqali qaysi qarorni o'zgartiradi-da. Bu ta mindsetsi bu ikkinchi darajali. Ya'ni misol uchun men har suhbat aytaylik, zapus qilmasligim mumkin, o'zim produktlarni to'xtatishim mumkin, lekin men kontent to'xtatmayman deb o'ylayman. Ya'ni bu men yoshtiradigan sharimdan bittasi deb hisoblayman. Keyin men blog kelish boshladi. Qarasam, kichkina blogim odamlar o'sha o'rganish so'rayapti, medirsa so'rayapti, sotib ko'raman, o'xshayapti, zo'r o'xshayapti. U yaxshi-ku do'maki, auditoriya ko'paytirilib, yana misol uchun mindset yaxshiroq bo'lyapti. Qarasam, bu o'zim blogim men uchun как biznes sifatida ko'rish boshladim. Hozir endi 50 mingta подписчик qilgan bo'lsa ham, bu meni uchun juda katta aktivlarimdan bittasi deb hisoblayman. Tabriklayman. 50 mingta. Voy, biz siz bilan gaplashganimizda 20 mingmi, 22 ming edi. Men rosa iltimos qildim. Himoya, shuncha fikrlar, shuncha tajriba, shuncha bilim, iltimos publikaga chiqib ko'proq kontent qiling, ko'proq trafik olib kiring derdim. Men hech vaqt bo'lmasdi, himoya bu narsaga qatnashib, fokus qilmasdim. Hozir fokus qaratib, hozir misol uchun mana hozir kam sonli, stabil haftasiga bitta YouTube chiqazadigan ekspertlardan desam bo'ladi. Chunki stabil, professionalniy kontentlar, saviyali, chuqur kontentlar chiqyapti va natijasini ham o'zi beryapti. YouTube'da ancha yaxshi o'syapti. Shu Instagramda ham trafiklar ashkaro o'syapti. Shuning uchun tez hozir himoyaning sahifasiga obuna bo'lib qo'yinglar, YouTube kanaliga tanlab qo'yinglar. Xo'p, nimaga hozir ko'pchilik sotishdan qo'rqadi? Men bilaman, sizni juda kam bozordagi insonlardan birisiz, stabilni har doim sotadigan. Abdulhamid bilan ham gaplashib turamiz, shu oldingi sheriklaringizdan biri har doim aytadi, "Xo'jayniki sotyaptilar. Ozmi qotilar, sotyaptilar" dedi. Men hayron qolaman, qayerdan shuncha motivatsiya. Men o'zim ham misol uchun qayerdadir charchab qolaman sotishdan-da, ularni jonim deb qoladi sotish. Qanaqa qilib siz shu har doim stabilni har 2-3 oyda sotuv qilasiz и qolgan sotolmayotganligini maslahat bera olamiz. Bu qiz maslahat yo'q, просто sotish kerak deysiz. Yo'q, men birinchisi, menda misol uchun har doim emas,
ma'noda ya'ni sotuv har ikki joyda emas. Men biznes haqida qarayman. Misol uchun men o'zimni blogim bu bitta loyiha. Ya'ni men buni kayfiyatim bo'lganda qilmayman. Kayfiyatim bo'lganda qilganda men shu paytgacha o'stirmagan bo'lardim-da. Men uchun misol uchun aytaylik, men Asror Iskandar loyihasi bitta loyiha, aytaylik men o'zim loyiham bitta loyiha bo'lsa, ikkalasi bo'yicha ham yillik plan bor. Yiliga aytaylik $1 million, yiliga $500,000 qanchadir bizni qo'ygan maqsadimiz bor. Har yili qo'yiladigan va o'sha maqsadga erishish uchun dekompensiya qilamiz. Yiliga 2 marta yoki 3 marta zapusк bo'lish kerak va u uchun komanda hamma narsa bo'ladi va o'sha paytda men miyam o'chiraman. Bu men biznes sifatida qarayman. Men bu hobbi yoki anaqa sifatida emas. Biznes o'sishi uchun men kerak bo'lsa reklamli budjet sarflaymiz, kerak bo'lsa komandani kattalashtiramiz, kamroq uxlaymiz, farqi yo'q. Shuni hisobiga menda balki sotishda doimiy stabil yaxshi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Keyingisi men oxirgi zapuslar misol uchun men o'zimman sotmayapman. Oxirgi mentor sifatida misol uchun men umuman sazon o'tkazmadim. Qo'lni komanda ishladi, sotuv bo'limi, sazonlar o'tkazadigan insonlar. Zo'r. Ya'ni va bu oldingi zapuslarga ko'ra 2 barobar kattaroq zapus bo'ldi, ya'ni eng katta zapuslar bittasi bo'ldi. Zo'r. Demak, katta chekka ham sotuv bo'limi sota olayotgan, agar to'g'ri qursa. Shular. Men oldin ishonmas edim, lekin hozir ishondim, sota olayapman. Okay. Tushunarli. Eng katta hozir zapuskizning shu bo'ldi, shu menimcha oxirgisi. Shunaqa bo'lsa kerak. Bitmaydimi? Nalog. Yo'q, men biz visos nalog to'laymiz. 3 milliarddan oshyapti. Biz 100% misol uchun nalogni to'laymiz. Chunki o'zi bizda nalog to'lamaslik uyat. Nimaga desangiz 5% ta'limga chegirma bor. Misol uchun ta'limda nalogdan ozod. Ya'ni ta'lim 2030-yilgacha ta'lim loyihalari nalogdan ozodda va butun dunyoda 20-30% nalog to'lanadi. Rossiyada ham misol uchun 20% nalog to'lanadi. Bizda 5% to'lamaslik bu sharmanda, do'sti. Shunday. Shuning uchun misol uchun biz mana yaqin o'sha vizaga kirayotgan bo'lsak ham qattiq anaqa bo'lsa, bu har doim plyus kishi. Ya'ni ofitsial ishlaganimiz, shu yerda pul aylanganligi har doim menga plyus ishlagan. O'shaning uchun men bu narsani qo'rqmayman ham, har doim oshiqcha siyratda. Demak, 3 milliarddan oshyapti. O'shingizni blogingizda shu elementi bor odamingizda. Oxirgi zapus. Oxirgi zapuskingiz mana shunaqa bo'pti. Demak, chansiylar bo'ladi. Sizlar bloglarni yuritinglar, motivatsiya berib qo'yaylik. Bu mana bu blog yuritish hozir misol uchun kurs nafaqat kurs sotish uchun. Kurs sotmagan odam uchun ham bu kerak deb hisoblayman. Ya'ni obязательно Instagramda bo'lish shart emas. U xolasa kimdir aytaylik, "Yo, men yuzimdan chiqish olamayman" desa, Telegramda zo'r anaqa yozsin, post yozsin, auditoriya yig'sin, o'zini nimadir xizmatini sotsin. Borligini bildirish kerak-da. Ya'ni hozirgi kunda bu mana hozir bo'lgan AI vaqtida istalgan narsani ko'chirsa bo'ladi. Istalgan produktni ko'chirsa bo'ladi. Istalgan mahsul o'sha mahsulot bo'lsin, IT usluga bo'lsin, любой narsani ko'chirsa bo'ladi. Hech narsa ko'chirib bo'lmaydi. Bu birinchisi sotuv instrumenti bu o'sha blog, ya'ni inson misol uchun risolat bo'lib bera olmaydi qaysidir odam yoki sizni misol uchun auditoriyangizga kimdir boshqa odam kelsa bo'ldi, bu yurmaydi. Ikkinchisi bu komanda. Mana shu ikkita narsa qolganlardan ko'ra ajralib turadigan eng muhim instrumentlar deb o'ylayman. Ya'ni odam insonga ishonadi, plus kuchli komanda orqasida turishi kerak. Zo'r, tushunarli. Okay, publikaga chiqish qo'rqinchli bo'lmaganmi shu? Tushundim, yoshligingizdan lider bo'lgan ekansiz, gapirishni yaxshi ko'rgan ekansiz, lekin kameraga chiqish qo'rquvchi Bo'lgan. Qaraydingiz? Boshida umuman videoga gapirish juda qiyin bo'lgan. Men ayniqsa atrofdagilarni fikriga ko'p e'tibor qaratadigan odam bo'lganman. Bu bilmayman. Va nima deyirkan, hozir qattiqdir sindrom хорошего мальчика degan narsa bor, bilasizmi? Bizda yoshligimizda harakat qilishgan, shu hammaga ugadis qilishni xohlashgan, shu darajada mehmondorchiligi borsa ham jim o'tir, gapirma, qo'lingni cho'zma, yema deb har doim yaxshi bo'lishimizga harakat qilishgan, lekin sizni aynan publikaga chiqishingizga, shaxsiy brendingizni qurishiga katta to'sqinlik qiladigan narsa ham mana shu narsa. Shunaqa. Hop, keyin qanaqa yengansiz? Keyin etap misol uchun o'sha sekin videoga gapirishni boshlagan, o'zimni ko'rsatishni boshlaganman, sekin gapirishni boshlaganman, keyin buni ustida ishlangan va buni tushunganman, xarizma bu ko'nikma. 100%. Va hamma odam xarizmali bo'la olmaydi. Farqi yo'q, ko'rinishi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, gapirishi
tone of voice qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar hamma inson xarizmali bo'la oladi va buni ustishgan bo'lsa. Sahnaga chiqish ham xuddi shunaqa. Sahnaga chiqishda odamlar juda qattiq qo'rqadi-ku, hayajonlanadi, bir xil hushdan ham ketib qoladi, lekin bitta chiqasiz, ikkita chiqasiz, uchta chiqasiz, to'rtta chiqasiz, beshta chiqasiz, o'zingiz sahnasiga yasholmaydi qolasiz. Sahnaga o'zingiz chiqqingiz kelaveradi. Lekin menda mashhurlik bo'lish xohishi maqsad bo'lmagan. Men hozir ham xohlamayman mashhur bo'lishni. Menga bir kam odam tanisin va misol uchun qaysidir paytda odamlar tanishishim, men sal xijolatli, men o'zimni sal komfortni mazza qilmayman. Shuni hisobiga auditoriyam kamroq va kamroq deganda ham eng menga kerakli bo'lgan auditoriya yig'ilsin. Ba'zi yozadi-da. Targetdan qattiq rizqlardan ko'p qolsa, hozir siz bizga kursingizni sotasiz deb ham unaqa deb, siz baribir sota olmaysiz kursini. Sizga sotmayman kursini. Har olmaysiz ham. O'z xohlagan taqdiringizda ham deyman-da. Va shunaqa odamlar qo'shilishini unchalik xohlamayman. Men tanigan odam Humoyun kimligimni bilsin va menga obuna bo'lsin. Shundan so'raman. Humoyun 24 yoshda pensiyaga chiqishingiz haqida уже ko'p eshitdik, misol uchun bildik, что siz shu pensiyaga katta bo'ldi. Bu havosimiz keldi. Menda faqat bitta gap savol shu masalada. Qanaqa qilib siz shu o'zingizda odat shakllantirdingizki, lazzat kuchli-ku, bilasiz. Hozir olgingiz keladi, hozir ishlatib olgingiz keladi. Investitsiya shunaqa narsaki, долгосрокda ishlaydigan narsa и kam-kamdan kiritib borasiz, keyin oxirida u sizga natija beradi. O'sha lazzatdan qanaqa qilib voz kechdingiz долгосрокka o'ylab? Xo'p, bu yerda men eng kattasi ustozim Shazika Rahimov bilan gaplashganim, plus men pul bo'yicha kitoblar o'qidim. Juda ko'p research qildim. O'sha men pul deganda, pul moliyaviy savodxonlik, investitsiya, umuman boyish, haqiqiy boyish nimaligini ko'proq o'rgangandan keyin va hayotda ko'rgandan keyin kimdir tez o'sayotgan, tez mashina olib, keyin ertaga bu orqa harakat etayotganlarni ko'rdim. Har xil odamlarni ko'rib xulosaga keldim. Ya'ni men investitsiya qilishim kerak. Menga misol tez yo'l qiziq emas, menga o'sha fundamenti kuchli bo'lgan, uzoqroqda bo'lsa ham erishishim mumkin bo'lgan yo'l qiziq degan qarorga kelib, investitsiya qilishni boshladim va hozirgacha misol uchun menda mindset shakllantira oldi. Mana shu mindset, ya'ni misol uchun material narsalarni baribir bor. Material narsalarga odam tabiatida bor. Misol uchun yaxshi qimmat narsa olishi, qimmat ko'rinadigan narsa olishi, lekin maksimal narsaga kurasholmayman. Birinchi investitsiya qilmoqchi bo'lgan odamga nima maslahat berasiz? Nimadan boshlasin? O'zi bu bo'yicha bitta real qilganman. 5 ta edi. Investitsiyani eng katta 5 ta narsadan deb o'ylayman. Birinchisi bu bilim. Bilim bu eng muhim. Bilim deganda kurs bo'lish shart emas. Misol uchun, umuman kurs o'qmasda ham aytaylik, bilim kitob ham sota oladi, pulga sota oladi. Oddiy clouddan $20 podpiska sota olish ham bu bilimiga sarflanayotgan investitsiya. Hozir podpiskalik klubiga qo'shish ham investitsiya, bilim bu eng muhim investitsiya. Ikkinchisi sayohat. Sayohat bu juda kerakli va ayniqsa yoshlikda qilinishi kerak bo'lgan investitsiya. Har bitta odam 16-18 yoshli odam qilish kerak. Bu dunyoqarashni shakllantirishiga juda ham katta yordam beradi. Ikkinchisi, uchinchisi tajriba. Ko'p tajribalarni qilib ko'rish. Har xil sohalarga kirib ko'rsin, yangi bizneslar qilib ko'rsin, tajribani ko'paytirish. Takrorlanmaydigan tajribani ko'p bo'lishi bu shuncha insonni kuchliroq va nima desa bo'ladi? Har taraflama yaxshiroq qiladi deb o'ylayman. Misol uchun bitta odam chiqdi, aytaylik 30 yoshga borgandan keyin afsuslanmasligi kerak-da. Men bu sohani nimaga kirib ko'rmaganman, nimaga men bu narsani qilib ko'rmaganman degan narsa afsuslanish yomon deb o'ylayman. O'shaning uchun men ko'p narsada, hayotimga xavf yo'qmi? Zararli emasmi? Aytaylik, qilib ko'raman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Bu narsani ochiq bo'lish kerak. Afsuslanish yomon-da. Keyingisi bu pul taraflama investitsiya. Bu taraflama investitsiyani aytganimdek arzimagan ham hozir tilla olib qo'ysa bo'ladi, arzonroqga yoki misol uchun aksiyalar olib qo'ysa bo'ladi. Albatta 30 ming, 40 ming dollar topib, uni keyin uy olish shart emas-da. Arzonroqdan boshlasa bo'ladi. Kam summada buni odat shakliga keldirish kerak bo'ladi. Mana shu investitsiya turlarini men qilish kerak deb o'ylayman. O'sha agar shu moliyani
investitsiyasiga qaraydigan bo'lsak, o'sha pulini ko'paytirmoqchi bo'lsa, o'sha pulini shu nimadirga tikishni o'rganishi kerak. Asaga tillagi o'shandagina ko'payadi. Shunaqa. Chunki men juda ko'p katta insonlarni ham taniyman, qanaqadir biznes egalari, lekin hali ham mana 100,000 so'm pulini olib chetga qo'yib qo'yishni o'rganmagan. 100,000 kelsa 100,000 ishlatadi, 200,000 kelsa 200,000 ishlatadi. Juda basically juda katta ertaga tabiiy biz bilmaymiz-da qanaqa vaziyat bo'ladi, o'xshamay qolgan holatlarda baribir investitsiya bo'lishi bu katta yordam beradi-da. Oskar Hartmanning ham zo'r gapi bor. U juda ko'p marta bankrot bo'lgan, juda ko'p marta, juda katta pullarga, milliard dollarlarga. O'shanda ham qanaqa qilib shu bankrot bo'lib, yana yengildan ish boshlab ketgansiz, ochiq qolmaganmisiz desa, hech qachon 100% pulimni hech qaysi biznesga tikmaganman. 50% har doim men rezervni shotda o'sha investitsiyalarda bo'lgan. Hech qachon meni bankrotstvom sababli meni oilam yoki o'zimni chiqib ketmaganman degan. Men ham shu narsaga qo'shilaman. Sizni baribir qanaqadir kapitalizni qismi o'sha investitsiyada bo'lishi kerakki, что sizga 100% rostdan odamni 100% puli biznes ichida bo'ladigan bo'lsa, bu riski bor-da. O'shaning uchun bu tabiiy siz biznes egasimisiz, dividend yechish. Men katta bizneslarni bilmayman, ularga aql o'rgata olmayman ham, kichkinaroq aytaman-da. Ya'ni baribir odam o'zini aytaylik shaxsiy portfoliosi, shaxsiy investitsion kapitalini ham ishlash kerak deb o'ylayman. Shunaqa. Shuning uchun yoshni ko'rayotgan bo'lsa, bizlarni bitta narsani tushuninglar. Agar hozirdan pul yig'ishni o'rganmasanglar, ishoninglar, 50,000 dollar topganinglarda ham 100,000 dollar topganda ham dena olasizlar. Hammasi ketadi. Chunki hozir olayotgan telefoningiz o'sha keyinroq qiziqtirmaydi, hozir olayotgan mashinangiz keyinroq bundan yaxshirog'i chiqaveradi va bu lazzat hech qachon tugamaydi. Zo'r. Yaxshi bo'ldi shu narsani ham aytganimiz. Xo'p, hozir siz uchun haqiqiy muvaffaqiyatga erishish nima degani? Ertaga hayotimiz yakunlanayotgan paytda menga Alloh qanchadir potensial bergan, menga kuch berdi, menga vaqt berdi, menga imkoniyatlar berdi va mana shundan men to'g'ri foydalana oldimmi degan savolga ha deb javob berishim bu haqiqiy uspesi bo'ldi. Chunki aytaylik, qaysidir insonlarga bizga berilgan imkoniyat berilmagan va u insonga misol uchun deylik, qaysidir chet joyda bilmayman o'sha kamroq imkoniyat berilgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha imkoniyatini maksimalniy qilib qilayotgan bo'lishi mumkin-da. Ibodati bo'lsin, qilayotgan yaxshiligi, o'zini xulqi, oilasiga vaqt ajratishi, hammasini maksimalniy qilayotgan bo'lishi mumkin-da. Lekin bizga Alloh imkoniyat ko'proq bergan holatda biz buni 50% ni bajarishimiz bizni undan ustunligimiz bildirmaydi-da. Ya'ni o'shaning uchun oxir oqibat borimizni berdikmi? Misol uchun o'sha bor imkoniyatdan foydalana oldingmi degan narsada o'sha ha degan javob men uchun uspeh deb o'ylayman. Bu yerda raqamlar umuman 10-darajada. Ya'ni nechta pul topdim, nechtadir odamga yordam berdim, nechtadir odamni o'qitdim, bular 10-darajada. Borimizni berdikmi degan narsa muhim deb o'ylayman. Zo'r. Shu umringizni oxirgi yili bo'lsa, o'sha yilni qanaqa o'tkazgan bo'lardingiz? Hozirgiga yashaganman. Bu menimcha eng demang zo'r hayot kechirayotganingizni zo'r tasdiqi. Harakat qilayotganligim tasdiq. Harakat qilayotgan. Zo'r. Okey. Bitiruvga qancha pul ketdi? O'zimga qiziq savol. Bitiruvga 10,000 ketdimi? 10,000 dan ko'proq ketdi. Aslamaysiz, bitta katta qilganingizga undan yormaydi, menda qilganishga benzasa. Zo'r futboldan bo'ldi. Zo'r futbol. O'zim maza qildim. Kelganlar maza qildi. O'sha haqiqatda maza qildik. Biz kutmagan edik. Men bunaqa katta event bo'ladi deb o'ylamagan edim. Ya'ni meni taqdirlashdi. Namta kadrlar qo'yamiz. Vaqti xursand ketdim. Chunki o'zi hayron bo'ldim. 1-2 marta o'zim yozdingiz, kelasiz, dedingiz, keyin yordamchilaringiz ham kelyapsiz, deyishdi. Unchalik demak, meni shunchalik chaqirishyapti. Bir muhim mehmon emasman dedimda. Yo'q, lekin borsam men taqdirlashib xursand bo'ldim. Juda chiroyli qarzli o'tdi. Shunaqa. Ya'ni joyi ham zo'r tanlagansiz, atmosfera ham, o'yinlar ham maza qildik. Menga nima maza qiladigan narsa, men har doim bir yengil narsa qilishni yaxshi ko'raman va mana shu menga motivatsiya beradi. Chunki pul, o'sha pulni bir xil topish menga motivatsiya bermaydi. Chunki aytaylik, 10,000 topayotgan bo'lsam, deylik, yana xuddi shu ish bilan 10,000 topish menga motivatsiya bermaydi. Lekin boshqacharoq ish bilan yangi bozorda qilinmagan narsa, yangi instrument,
o'sha narsa bilan o'sha yana 10 ming topsam menga shu kayf olaman shu narsadan. O'shaning uchun ham bitiruv ham men o'zimni 10 balldan misol uchun 8 ball bo'ldi. Bundan ham yaxshi qilsa bo'lardi desa bo'lardi. Lekin shunga qaramasdan o'zim xursand bo'ldim. Hozirgi qilayotgan loyihalarda ham, yangi instrumentlarda ham yengillik men uchun doim manaqa beradi-da. Maza qiladigan narsa. Zo'r. Lekin rostdan maza qildik. Ya'ni keyin bitiruvlarni ham kutib qolamiz. Именно shu o'qishingizda o'qiydigan insonlardan kelib chiqib so'rab bermoqchi edim. Nega bir xil kurs oladi, baribir natijaga erishmaydi? Yoki o'zi harakat qilmaydi, o'zi nimaga unaqa bo'ladi? Kurs oldi-ku. Ba'zilar bo'ladi, kurs oladi, lekin kurs olishdan maqsad bu zapus qilish emas. Prosta instrumentlarni o'rganish, loyihalarda qo'llash, ham biznesda qo'llash, marketing loyihalarida qo'llash va u olib o'sha instrument ishlatadi. Va bular maqsadiga erishdi. Ya'ni ular zapus qilmayapti, lekin o'sha mentorship olgandan o'zi xohlagan maqsadiga erishdi va bu yoqda yordam beradi. Ikkinchi turdagi insonlar bor, bular maqsad zapus qilish, zapusga kirishda oladi, lekin qilmaydi. Bitta bo'ldi, bundan boshqa narsa yo'q. Men misol uchun soatdan qilish va qilmaslik ekan. Qilib o'xshata olmagan odamlar bu misol uchun shu paytgacha bir ikkita uch odam bo'lishi mumkin-da. Men hamma maksimal borini bergan, hamma sabablarni qilganda o'xshamagan insonlar juda ham kam. Lekin qilib sababini qilgan odamlar to'g'ri misol uchun hammasi katta summa topmagan bo'lishi mumkin boshida. Lekin plyusda chiqadi-da. Qachon kurs pulini oqlaydi? Qachon kurs pulini oqlaydi-da. Lekin eng katta muammo bu yerda qilmaslikda. Qilmasligiga sabab qiyin deb o'ylaydi. Mana voy bu narsani motivatsiya yo'q bo'lishi, qiyin-da. Rostdan zapus qilish bu qiyin, oson emas. O'sha qiyinchilikka tayyor bo'lmaganligini hisobiga deb o'ylayman. Zo'r, Humoyun maza qildim gaplashib. Menimcha, o'ysa qanaqa gap to'qimadim deb. Yo'q, men yana nazar qildim. Zo'r bo'ldi. Faollar zo'r tayyorgarlik ko'rasiz. Rahmat. Muxtaz ajratganingizga xudo xolisa keyingi podkastlarda ham kutib qolamiz. Keyingisini qachon qilamiz endi? Obunangiz mana 50 mingta bo'lganda qilamiz. Necha mingta bo'lganingizda yana bitta podkast qilamiz. Sizga ham menga motivatsiya bo'lish. Obunachi, bilmayman. Deylik. YouTube'ga qo'yaylik. Misol uchun men hozir Instagramda emasda, YouTube'da ko'proq o'zimga aksiyada. Da, sizga o'zim menimcha obunachi ham qizimiz. Kapitalda gaplashamiz. Hozir adashmasam kapitalda $1.5 million dollarmi o'zingizga? Demak, kapitalim haqida eshitmayapsiz. Okey, хорошо. Men bilgan kapitalni prosta o'zimcha aytdim, balki undan ko'pdir. Lekin undan kam emasligi aniq. Okey, kapital haqida gapirmaymiz. No, obunachi bilan o'lchaymiz-mi? Mayli, obunachi bilan. YouTube'dagi obunachi. Deylik, YouTube'da 100 ming bo'lganda ham balki aksiya bo'ladi. Kelishdik, bo'ldi. 100 mingta obunachisi bo'lganda Humoyunda xudo xolisa YouTube'da yana bitta podkast qilamiz. Menimcha o'zi bu podkast ham juda ham foydali bo'ldi. Odamlar o'ziga juda ko'p insightlar oladi. Agar qaysidir moment sizga juda ham yoqqan bo'lsa, shu fikringlarni agar Instagramda mana shu podkastdan screenshot qilib, ekran zapis qilib, bizani atmetka qilib yozib qoldirsangiz, bizga motivatsiya bo'ladi. Keyingi podkastimizni olishga, tezroq 100 mingta obunachi yig'ishiga Humoyun ishimizni manfaatli bo'layotganini tushunib yetamiz. Yana aytganimdek izohlarda fikringlarni kutib qolamiz. Like'lar bosib, kommentariyada yozishni unutmanglar. Humoyunga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Meni ham birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, menga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.